billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve âkibatu lil muttaqin ve la udvane illa alel zalimin. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluh. Eşhedü ennehu bellagar risale ve eddel emane ve nasahal ummeh ve keşefallahu bihil gummeh ve cahede fi sebilillahi hakka cihadihi hatta etahul yakin. Allahümme salli ve sellem ve barik aleyhi ve ala alihi ve sahabetihi ve men ittebaahum bi ihsan ila yevmiddin emma ba'd. فقال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في حكم الأنفال. Anfal degene nafilden çıkan. Nafil degen ziyade degen bu. Nafil namaz değmez mesela. Yani bu ziyade Kur'an-ı Kerim'de kelgen ayette yes'alunaka anil anfal. Al-anfal deb keldi. Degen muşu ayetdeki anfal degen söz umum ganimetni ko'rsatamdi yoki imom ma'lum jangchilarga tartuqlab odatdagi nasibasidan sirt ustilab bergan bir mukofotni ko'rsatamdi. Bunda har ikki ehtimollik bor hamda. Umum g'animatning hukmi bo'lishi mumkin yoki shu tartuqning ham hukmi bo'lishi mumkin. Ya'ni sahobalar Badr g'azotida ba'zilari bir necha kafirni o'tadi, ba'zi birini asir oldi masalan. Endi olgan chaqda ular shu o'zlari olgan asirning yoki o'zlari o'tagan o'layninki bizneslarini o'zi elishqa, odatdagi g'animatdan sirt o'zi elishqa bo'lamdi bo'lmamdi degan nimasida talash qilib senda mana so'raydi degan bo'lishi mumkin. Yoki umum g'animatni hamda o'sha Badr g'azotida olgan o'ljini qanday taqsim qilish to'g'riliq sendan so'raydi degan bo'lishi mumkin. Endi bu umum g'animat degan ma'noda olib qolsa, bu ziyoda degan gap nereden keladi? Bu lug'at ma'nosiga ziyodalar nima munosabat bo'lsa, bu xuddi hamda jangchi jihadga chiqqan chaqda shu Allohning roziligini ko'zlab chiqdi. Ya shahid bo'lishni, oxiratga, nimani yoki dunyolik nusratni, shunami? Ya'ni bu g'animat u ko'zlagan narsani ortiq bir kelib qolgan, bir qo'shimcha foyda bo'lgan ekan, anfal deb atalgan. Ammo qo'shimcha ziyoda bir narsa degan lug'at ma'nosi bilan g'animat degan tafsir qilishninki munosabati bor. Yani hadiste uhillet liyal ganaim ve atitu khamsan lem tahil li ahadin qabli. Uhillet liyal ganaim degandikin bu başka ümmetlerge qaraganda bizga ortiqcha bir ato qilingan bunda bir mukofotgan desak bu anfal degani ganaim deb tafsir qilsak bo'ladi. Lekin odatdan lug'at ma'nosi bir xil odatdan tashqari, odatdan sirt qo'shimcha berilgan. Shu namozga ham farzdan eshib qo'shimcha qilingan. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Yani onunğa, yani İbrahim'e İshaqni ata qildik. Yani Yaqubni onun ustiga ortiq nevri qilib berdik demakchi. Nafila mishada ziyoda yoki nevri qilib berdik demakchi. İshaqni nevri emas? Yaqub nevri. İshaqni berdik İbrahim'e. Onundan sirt yani Yaqubni nevri qilib berdik demakchi. Yani ne için bu anfal namdı? Anfal ne için mishada şu qo'shimcha imom tartiqlab birdigan narsani ko'rsatdi deymiz desek mesela. Umum g'animat emas, shu birisiga tartiq qilib odatdan sirt mukofotlanadigan narsa ko'rsatdi bo'lsa, yasalunaka anil anfal qulil anfalu lillahi va lirrasuli fattaqulloha va aslihu zata baynakum. Tamam? Çünkü g'animatning hammasi lillahi va lirrasul qilmagan. G'animatning tartiq qilgan qismi shunday qilmagan. Tamam? Undan ekan g'animatning hammasi desek, yana tushmasligi mumkin degan bir nima chiqadi. Undan ekan va alamu annama g'animtum degani umum g'animatni. Ma va faqat tartiq qilgan munosabatlik desek, bu bir xil tushib qoladi. Bo'lmasa ma'lum mansub qilayotgan bu deb oyatni amaldan qoldiritish kelib chiqadi. Wa amma tanfilul imam min al-ghanimati liman sha'a. Mana hozir ma fiqhi doirada nimani ko'z tutamiz shu anfaldan? Ay imom odatdagi jangchining oladigan nasibasidan sirt birisiga birdigan qo'shib birdigan mukofot tartiqni ko'rsatadi. Bu lug'at ma'nosiga chetishlik mana. Demak, xohlagan bir jangchiga imomning odatdan sirt tartiqlab birdigan mukofotiga kelsak, ani an yazidahu ala nasibi mana. O'zi oldigan nasibasidan ortiq oshirib birdigan narsa demakchi. Fa innal ulama ittafaqu ala jawazi zalik. Olimlar buning joizligiga ittifoq qilgan. Umuman hamda imom bir jangchiga qaysarligi, ko'rsatgan xizmati alayda bir fidokorlikni ko'z tutib, buningga ortiqcha ya bir qilishni, ya bir atman ala deb mukofotlashi bo'ldi. Umuman vaqtalafu min ayyi shay'in yakunu an-nafalu qaysi narsadan birimiz bu nafalni, ya'ni mush tartiqlagan chaqda
Buni aş umum g'animatdan biramdoq. Yoki imom tasarruf qilgan 5dan 1 vatg'o, shuningdan biramdoq ya 5dan 1ning 5 qismi bilanganning yana bir qismiga imom xas bo'lgan. Xumsdan biramdoq. Qaysidan birimiz yana ixtiloflashdi. Va fi miqdarihi qanchalik tartiq qilsa, qanchalik miqdori tartiq qilsa bo'ldi. Masalan, bir qatim jangdagi uchun hammani alasanda bir vasi bo'lamdi masalan. Yoki bir jang chaldigan ulushdan to'rrak bir narsa bo'lamdi. Qanchalik miqdorda tartiq qilsa bo'ladi. Va hal yajuzu va'du bihi qabla al-harb. Jangda ilgari manda xizmat ko'rsatganligi manda tartiq qilinadi deb va'da qilsa bo'lamdi. Tankinin birini soqsang $1000, aeroplandan bizni tushsang $5000 tartiq bor deb e'lon qilsa bo'lamdi demoqchi. Va hal yajibu salabu lil qatil am laysa yajibu illa an yunaffilahu lahu al-imam. Salab degan ilmindigan narsa. Salbiy ijobiy deymiz-ku. Salb degan ashuni tatib oldigan, ilib oldigan narsa. Ya'ni bi ma'na al-shay'ul maslub demakchi. Salab degan nima desa, masalan, shu bir dushmanni bu mujohid o'tagan ekan, shu dushmanninki yenidiki barliq narsa keraklar. Kiyim-kechak, soat, qalam, yenidiki ba'zi qurollari masalan, ya eti egarlari, kemar degandek balki pullarni bundan chiqarish mumkin. Shu narsa hamda o'tdagichiga berilamdi, berilmamdi. Yani adet normalda shunda ilirdan gapmi, umum qoida hisobda yoki shu imom e'lon qilib Xuturish qilsa, mushi jangda bunda o'tdaganlar o'ltirilgichininki narsa keraklarni alolaydi deb e'lon qilsa, andin haqli bo'lamdi yoki uni e'lon qilmasmi, zodi bu burunni tasib shariat belgilayotgan bir ishmi? Imomni e'lon qilishiga munosabatsizmi deydi. Uning qarashli emasmi deydi. Fahadi arba masailu hiya demak mush 4 masala qoida hadal fasl. Yani mushu faslda bayon qilinish kerak bo'lgan masalalarningki qoida soldigan asos buludi deb qaraydigan cho'ng masalalardan 4 mushu deydi. Amma al-mas'alatul ula fa inna qawman qalu an-naflu yoki an-naflu yakun min al-khums al-wajibi li bayt mal al-muslimin. Birinci meseledeki birinci qarash tartiqlash degan aş beytmal muslimin musulmonning beytulmalga vojib bo'lgan 5dan 1idan berildi. Shuningdan bermez. Bu beytmal muslimin xos degani shu avvalma nima g'animtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu dedigo va lirrasul va lizil qurba va litama val masakin. Bu yetim masakin va kazalga belgilangan bütün g'animatning 5dan 1 edi. Mushuningdan buldi dedi. Mujohidninki 4 qismi bo'lgan. Uğurluğu tegmaymiz. Uğurluğuna basak onun nasibisi to'lab ketadi. Hozir shu nimadan bermadi? 20%. 5-6 qismi tegidan shu. Tegidan 5dan 1 vatg'o. Shundan bermez. Birinchi qarash. Va bihi qala Malik. Mana Imom Malik mush qarashdi ekan. Va qala qawmun bal nafalu inma yakunu min khumsil khums. Va huwa hafzul imam faqat ma. Endi bular shu 5dan 1ninki ichidagi 5dan 1dan 1dir. Çünkü imam xas, imam o'zi qayzadigan boshqalar ba'zi bo'lgan o'zi xas tasarruf qilgan bir ulush vatg'o. Umum g'animatning 5dan 1ni ayirdi. Bu 5dan 1 lillahi va rasulil qurba va tamam masakin ibn sabilta. Buni esa lillahi va rasul degan 5dan 1ning 5dan 1 va. Aşındılan bir doğa. Yetama masakin ibn Samil zavul qurbaning o'rniga chiqmaymiz biz. Demak, ash imomninki nasibisi lamta. Imom bir taraf qildiganlar nasibit dedi. Ve huvallazi ihtarahu Şafii. Bu İmam Şafii tanlagan qarash dedi. İhtarahu Şafii deganda mishada masala var. Aslında mushu masalada bayon qilingan 3 xil qarash var. 3 xil qarashning hammasi İmam Şafiining qarashlari. İmam Şafiining mushu masala 3 so'zi var. Salasat aqval lil İmam Şafii. Lekin İmam Şafii 3 so'zdan keyin birisini tanlagan bo'lgan ekan, ma kitobda İhtarahu Şafii degan gap. Ya İmam Şafii'ninki şu sözlerinin içinde en to'g'ri deb qaralg'ini kuchli qarash xumsul xums demek. Xumsul xumsdan tanfil qildi demek. Bu qarash Abu Hanifa'ning qarashi, İmam Abu Hanifa. Wa qala qawmun bal nafalu min jumlatil ghanima. Yani bir grup olimlar o tanfil degan, tartiq degan umum g'animatning ichidan bo'ldi. Mesela umum g'animat shuni akagan chaqdilar, shuning ichidan eliblam tartiqli o'timiz. Andan qolgani 5 ga bo'lib 5dan 1ni mayon qayirdik, 5dan 4ni munda qilamiz. Bu chaqda jangchilarningki oldigan g'animati nimasi kemaydi. Kemaydi. Va qala
Ahmad, İmam Ahmad ve Ebu Ubeyd bular bilan Abu Thawr, İshaq, Avza'i, Hasan ibn Sirin şunun hammasi bor ekan. Bular bilibdi cümletul g'animadan demakchi. Ve bihi qala Ahmad ve Ebu Ubeyd. Yani bütün ganimet şuna qo'lga o'chganligilar shuni ishini tartiblaydigan namoyon qayri o'tib, undan keyin 5 bo'lib, 5dan 1 ayonga, 5dan 4 ayonga qayrisan demakchi. Ve min haula'i man ajaza tanfila jami'al ghanima. Yani müşrilerin içinde taqa tartıqni ganimetning umum ganimetning içinden chiqarsan degan to'g'ri. Bunun içinde ganimetning hammani shundalam birisi tartiq ko'rsan bo'ldi dedi. Yani birisiga emas, nechaylanga masalan. Yoki birisiga bir necha janchiga ganimetning hammani tartiq qilib bir o'tib boshqa hech narsa qo'ymasang bo'ldi debdi. Bu tabiiylardan İmam Naxaining, İbrahim'in Naxaining qarashi ekan. Yani askarga hech narsa bermaysa, 5dan 1 tegishli olan Zulqurba va Latawa masakin ibn Sabil ulaga bermaysa, Rasulullah yoki Imom G'um o'ziga bir narsa qildirmay, hamma ala sizlarga tartiq tablam, buni bervasan bo'ldi. Va sababu fi ixtilafihim, demak bu shart 3 xil qarash bo'ldi. Uchili qarash İmam Shafi'dan keldi. İmam Shafi xumsul xumus deganda tanladi İmam Abu Hanifa'ning qarashi shu. 3 xil qarash miyadagi chiqqan 3 xil qarash. 3 xil qarash chiqib bo'ldi. Shu 3 xil qarashning hammasi İmam Shafi'dan kelgan qarash. Lekin eng to'g'ri deb qaralgan qarash Shafi mazhabda 3 xil so'zning ishidan xumsul xumus degan shu. Mazhabdan birlashib kelganda bizni rivoyat qilgan ya. Ya ikkisi var İmam Shafi'ninki shogirdlari, kitoblarda kelgan qarash. Lekin miyadga emas bu. Miyad shu qarash var, Malikninki. Shu 3 xil qarash İmam Shafi hammani deb baqqan qarashmish. Lekin maktabda ham İmam Shafi deb baqqan demadi. Lekin ixtaro Shafi'i dedi. Ixtaro Shafi'i degan qarashdan so'zdan nimani bilmas. İmam Shafi'ning oldida shunday qarash bor ekan. Shuni İmam Shafi tanlagan degan gap. İmam Navoiyning nimasi kitobga qarab bo'lsa, majmua masalan. Bu da salasida aqval hammasi İmam Shafi'ning qarashi. Al bu bir mazhabda masalan 3 xil qavul qanday bo'lib qoldi desa, masalan, İmam Shafi falan kitobida ma bir xil qarashni debdi ekan. Keyin ham bir kitobida falan qarashni debdi. Keyin Misrga kelib yozgan kitobida bir xil qarashni debdi. Ya falan shogird bir xil qarashni oldim İmam Shafi'dan, ustozimdan degan bo'lsa, yana bir shogirdim ma qarashni oldim degan bo'lsa, yana birisi mani oldim degan bo'lsa 3 xil qarash keldi. Yani buni qanday tarjih qilamiz? Qasi İmam Shafi tava desa, bir rivayette belki İmam Shafi burunmanda qaraganda ma'ni kuchlantirma deb tarjih qilgan bo'lsa, bu chog'da ama İmam Shafi shuni keyin tanlagan qarash bo'ldi. Kuchliroq qarash bo'ldi. Shuni Hanafi mazhabida İmam Abu Hanifa'dan 2 xil qarash, 3 xil qarash keldi ba'zi. Ma'ni kutub zahir rivoyat qilgan, ma'ni navodir rivoyat qilgan. Shuni zahir rivoyat desa kuchli deb qaraymiz. İmam Ahmaddan 4 xil, 5 xil rivoyat qildi. İmam Malikning mashhur va g'ayr mashhur va Ash qarashinizda ishlar deganmi tutqilni? degan. Degan. Endi hozir deganligini qanday bilamiz biz? Masalan, degan demaganligini, ya 4 xil qarash keldi degan qanday ma'lum bo'ldi? 4 shogirdi yoki 4 kitobi ashuni rivoyat qilgan bo'lsa, 4 xil qarash bunda tang darajada bo'ldi. Endi buni birisini kuchlantirishda ya birisi bakrak ishonchli yo'l bilan kelib qoldi. Yoki bakrak ishonchli kitobni kelib qoldi. Bu chog'da ma kuchliq deymiz. Yoki endi Shafi mazhabda ba'zida sayyidisga to'g'ri kelgan qarash bo'lib qolsa, İmam Shafi iza sahhal hadisu fa huwa madhabi deganda deb mushadis mana sayyidis bo'lgan mush an kuchliqda asahhu deb unda tasih qilgan. Ashkabni İmam Abu Hanifa mi? Hammadan dalil. Albatta sayyidis bo'lsa, uning boshqa ehtimollik taraflari bo'lmasa, uni qabul qilmaysa yo'q. Ama bu yerdeki ihtilafның sebebi nima? Huwa hal baynal ayatayn al-waridatayn fil maghanim ta'arudun am huma al-takhir. Mushu ganimet oljilar haqqida kelgan ikki oyat haqida zidlik bormi yoki bu yerda ixtiyorlik bormi dedi. Bu yer zidlik va ixtiyorlik va deyish nima? Anfal degan so'zni tushunishga bog'liq ekan. Mushuni diqqat qiling. Yani Allah Teala ve alamu annema ganimtum min şeyin fe enne lillahi khumusahu ve lirrasuli ve lizzil qurba ve yetama ve masakin ve ibn sebil diye ayet bilen yes'alunaka anil enfali kulil enfalu lillahi ve rasuli fettakullaha ve aslihu zate beynikum ve ati'ullaha ve rasulahu in kuntum mu'minin. Bu şikayet o'ttirda ta'ridomi yoki ishkilisi ixtiyoriy qo'yib berilgan hukmmi mush masala deydi. Ya ta'arud degan faraz nereden keldi? Anfal yani ganimet toplam, ganaim deb sharhlisa, izohlasa, anda ta'arud paydo bo'lishi aniq. Lekin anfalni ganaim deb tafsir qilmasak, anfal lug'at ma'nosidan qanday chiqadi? Bu endi ortiqcha bir tartiblaydigan, mukofotlaydigan narsa desak, u chog'da ta'arud bo'lmaydi. Faman ra'a anna qawlan masalan
Valam annama g'animtum min shay'in degan. Siz g'animat olgan zoti o'ljilan bo'ldi ekan. Buni 5dan 1 oyog'iga, 5dan 4 qismi oyog'iga ketadi dedi-ku. Bu oyat ma yasalunaka anil anfal degandan mansux qilayotgan deb qarasa, bu chaqda nima deyish kerak? Nima uchun mansux qilayotgan deydi desa, ma yasalunaka anil anfal, yasalunaka anil g'anaim. Deb anda o lillahi vel rasul. Allah bir taraf qildi dedi. Rasululloh ham topshiratdi-ku. Ikkinchi oyatning o'zida uni belgiladi. Undan başta Rasululloh topshirayotgan, keyin ondan Alloh o'zi belgilayotgan deyish kerak. Undan ma mansux degan gap chiqdi. Yasalunaka anfal degan mansux. Hozir mush qarashga asosan anfal degan g'anaim degan ma'noda desak, ay mansux degan gap chiqdi. Chunki ma birinchi oyatda shu Rasululloh ham o'zi bir taraf qildi degan gap chiqdi. G'animatni. Lekin ikkinchi oyatda fa anna lillahi khumsuhu deb 5dan 1 ma'log'i bo'ladi. 5dan 4 qismi o'chaqda o'lja ag'allarga deb menda belgilash bo'lgan ekan. Burungi oyatda Rasululloh ham bir taraf qildi degan bo'lganki, hozir ma kim belgilash? Ani mansux qilyapti demak. Mansux deb qarasa, nima deb natija chiqdi bo'lsa, la nafala illa min al-khums aw min khumsil khums. Ortiqcha tartiqlash faqatlam 5dan 1dan bo'ladi yoki 5dan 1ning 5dan 1dan bo'ldi. Shu lillahi vel rasul deganki keyingi oyatda fa anna lillahi khumsahu vel rasul degani. Shunda Rasululloh qo'lga tushgan 5dan 1dan yoki 5dan 1ning 5dan 1dan ondan tartiqlaydi degan ma'no chiqadi. Lekin boshqa oyatda Rasululloh qanday tartiqlab qanday qilsa Rasululloh bir taraf qildi degan gap chiqdi. Ular uni mansux deyotgan ekan, ma'vo uning o'rniga desidi demak. Demak 5dan 4 qismi g'animat olgan jangchilar oladi. 5dan 1ning ishidan yoki 5dan 1ning Rasulullohga xos bo'lgan bir ulushdan 5dan 1ning 5dan 1dan tartiqlaydi degan gap chiqdi. Ikki ehtimol. Wa man ra'a al-ayatayni la mu'arada baynahuma. Yana bir qarashda bu ikki oyat o'tirda zidlik yo'q. Bu yerda ixtiyoriy holat kelgan bu ikkisi deb qarasa, ya'ni ixtiyoriy qandasi lil imam an yunaffila min ra'sil ghanima mansha. Xolisa g'animatni 5dan 1ga bo'lib jumaylam shu g'animatni olgandan keyin xos shundan tartiqlib o'tib, undan keyin 5ga bo'lsa bo'ldi debdi. Walahu alla yunaffila. Tartiqlimisin bo'ldi ixtiyori. Qo'mondonning o'zining qo'lidagi ish bu. Qanda tartiqlamasa bi an yu'tiya jami'a arba'al ghanima lil ghanimin. Va 5dan 4 qismini hammani to'liq bersa jangchilarga. Bu chaqda tartiqlimisin bo'lardi. Deb shunda qarasa qala bi javazin nafal min ra'sil ghanima. Davom ekan bu imomning qo'lidagi ish. Deb dastlabdagi oyatmi yasalunaka anil anfal. Yani ayında ortiqcha nisibdan ortiqcha tartiqlaydigan ish to'g'riliq so'rashidi. Bu tartiqlar Rasululloh o'zining huquqi bor degan demakchi. Ondan keyin va ikkinchi oyatda fa'anna lillahi khumsuhu vel rasul. Bu ixtiyoriy ish. 5dan 1ni nimaga ayirsa, 5dan 4 qismini birsa, a'nim ixtiyor, ma'num ixtiyor, ikkilasini ixtiyoriy holatga qo'yibdi. Amaliyotda shu anfal degan so'zni shu nesibisdan ortiq holatda tartiqlash deb ashunda tushunsak, hech qanday zidlik bo'lmaydi. Yani o ortiq tartiqlash Rasululloh o'zi xolsa tartiqlaydi uni. Uni sen bizni bunda tartiqlash kerak deymi? Ma'no olgandim, bunda palvonlik ko'rsatgandim deb unda desam bo'lmaydi. Shu Badr urushida tushgan Badr urushida Ubad ibn Samit radhiyallohu anhu biz Badr urushiga qatnashgan jangchilar haqida tushgan bu oyat. Biz talash qilib, axloqimiz nacharlashib qilgan chaqdan bizning qo'limizni tartilib Rasululloh nima qilayotganligini bu chaqda shu nafal masalasini ko'z tutgan desak ham tushirdi. Ya'ni masalan, men bunda qaysarlikda nima nima o'tdim, uni qilishimni olaman, nima qilaman deb bunda deb turib yani bizsa ma'lumot asra olgandim, buni ma'luman deb turib olgan. Yoki ba'zilar yana bir rivoyatda keldigan masalan yoshlar o'ljaldigan chaqda etilib berib, yugurib berib o'ljaldi. Sal eshchonlar Rasulullohning atrofida muhofazat qilamiz deb qilib qoldi. Shunlar o'ljaganlar, biz o'ljini oldik, biz o'zimiz olamiz hamda buni degan chaqda yashanganlarcha biz aqlni turib, hamdam bo'lmagan bo'lsak, siz uni olamtanlar, biz Rasulullohni qo'daymiz deb qoldikmi yo'da deb bunda talash tortish bo'lgan. Ya'ni ondan buni Alloh Rasuliga bir taraf qilishga buyurib etgan. Demak, bu yerda nafal deganda tartiq deb menda tafsir qilsakmi bo'ladi shu oyatda. Unda lug'at ma'nosi buni kuchlantirdi. Bo'lmasa g'anaim desa bo'ldi.
Lekin anfal degan ekan o'sha nafalning masalasi bor. G'animat ma'nosidagi umummi ma'noda Osh qarashim bor. G'anaim deb tafsir qilgan. Lekin g'anaim desa g'anaim shu. Lekin g'anaimning shunda o'ljuk tushgan narsani imom ma'lum jangchiga odatga nisbatan ortiq tortiqlab birdigan narsa desak, shumi g'animat shu. G'animatni qanday bir taraf qilishga munosabatli kishim. Bu tafsirda odatda o'sha ikkinchi qarashma kelgan. Yani g'animat deb bilan tafsir qilishim bor. Ya qarshi imom va shu jangchiga, sarkarda, chavandozliga ortiqcha tortiqlaydigan narsa deb kelgan. Lekin unda lug'at ma'nosida ig'ir bas tursak, bu tortiq ma'nosi chiqadi. Agar g'animat ma'nosi chiqib qolsa, o'chada ziyoda berish gap chiqmay qoldi demak. Yo'q, u gap chiqmaydi. Anfal deb ma'suzlar ifodalashning bir roli bor. Chunki bu g'animatning hammani Rasulullohlar unda bir taraf qildigan nima kelmagan deydi. Rasulullohlar bir taraf qiladigan unda hukm kelmagan. Nafalni kelgan. Rasululloh o'zi xolis tartiqladi, xolis tartiqlamaydi. Lekin g'animat nomini endi 5dan 1 ayon qaraydi, 5dan 4 ayon qaraydi. Qur'onda odatda ma'suzni ishlatmay, ma'suzni ishlatish masalasi buni qattiq diqqat qilish kerak. Bu cho'qim bir nuqta, ma'lum bir ko'z tutgan narsa bo'lmasa, ani ishlatmay, mana ishlatganda shu. Odatda bu mandan degan narsa bo'ldi deblam o'xshamagan 3-4 so'zni bir xil nimalardan bunda ma'ni urib qo'ydilar shu. Amaliyotda unda emas. Bu misollar bor ko'p Qur'on Karimda. Wal ixtilafim aydan sababun akhar. Ularning ixtilofiga yana bir sabab bo'lgan narsa bor. Bu ixtilaful athar fi hadal bab. Bu shaqda hadislarmi o'xshashganmidi deydi. Va fi zalika atharan. Bu vaqtda ikki hadis bor. Masalan, misol qilgan narsa bunun boshqa hadislar bor, lekin misol qilib ikkini ko'rsatibdi. Athar degan istilahni ma kitobda hadis ishlatiladi. أحدهما ما روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا bu muttafaqun alayhi hadis. Buxoriydan ba, Muslimdan ba. Rasululloh bir qo'shinni evatdi. Sariya degan nima degan to'q? Bu 302 mangdurdigan. Rasululloh mangdurgan bir qo'shinimda. Lekin odatda 300 atrofida. Odat ko'pincha kechida mangdurdigan bo'g'achqa Sariya deb nima qilgan deb deyildi ekan. Bu qo'shinning ichida Abdulloh ibn Umar bor ekan. Bu qo'shindan Najd tarafga evatibdi. Najd taraf degan masalan Makka, Madina, Hijoz deymiz-ku. Buning A tarafi mesela Riyad ve hakaza Kuveyt'e kadar ma tarafına Najd deymiz. Faganimu iblan kathira. Bular ko'p nurg'un tuglarni o'ljabdi. Fakana sahmanuhum 12 bayiran. Shu jangda uning har bir jangchininki nisibisi, ulushi 12 tugidan tegibdir biriga. Va nufilu bayiran. Yani her biriga birdan tuga tortiq qilinibdi. Ondan keyin jami bir jangchi nechin oldi? 13 tugin oldi. Yani bir rivoyatda Buxoriyning farajana bi 13 bayiran deb kelgan. Demak, jami 13 tuga olganligi. Bu hadis nimani bildirdi? Ala anna nafala kana ba'da al-qismati min al-khums. Taqsim qilinib bo'lib, masalan 5dan 1 ma'vo, 5dan 4 ma'vo, 5dan 4ni bir taqsim qilinib 12 dan tegdi. Endi 5dan 1ning ichidan birdan tartiqlab o'tdik. Shunlar 13 dan tegdi. Uningdan qolib qolgan balki Rasul zavq qurbalar tamomini sakin ishlatgan bo'lishi mumkin. Demak, bu xumusdan baganda buni demakchi. 12 ni bir nimada bo'ldi, undan birini tartiqli degandan cho'qim bu xumusdan kelgan ma'birtuga demakchi. والثاني حديث حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع من السرايا بعد الخمس في البداءة وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة. Bu İmam Ahmad, Abu Davud rivayet qilgan ba'zi olimlar sahih deb qarab hadisga. Bu hadisning ma'nosi Rasululloh manda tartiqlaydi ekan, manda belgilab berib ekan. Qo'shin jangga otlangan chaqda bularga 4dan 1 tartiq qilinadi deb jakarlaydi ekan. Mesela alayda xizmat ko'rsatsanlar 4dan 1 tartiq qilindi. Masalan bir qo'shin alayda bir xizmat ko'rsatdi. Bularga 4dan 1. Masalan qo'shinning ichida bir 15 kishilik bir atrot bor ekan. Bu atrot alayda bir xizmat ko'rsatdi. Bularga olgan o'ljiniki 4dan 1ni e'lonlamasligini deb mukofot beradi ekan. Tartiq. Ba'dal xums deydi mana. 5 ga bo'lgandan keyin 5dan 4 kimga tegdi? G'animni tegdi. Andan bu xumusning ichidan andan bunda 4dan 1 ne demakchi? Shuning ichiga 4dan 1 ne demakchi deydi.
va ba'dul xums degan mushi bari kelgan mushahidisga asosan degan gap endi bu. Ba'dul xums deb bir so'z kelganlikdan. Va yunaffilu thulutha ba'dul xums. 5 ki bo'lab 5dan 1ni ayirgandan keyin demakchi. Yani xumsning sulusi bo'lgan. Bu hozir hamda mush ba'dul xums degan so'zdan menda tushunsakim bo'ldi. 5 ki bo'ldi buni. G'animat olibdi bir qo'shin 5 ki bo'ldi. 5dan 1ni mana ayirib qo'ydi. Ama 5dan 4 qismi var. Şu 5dan 4 qismining 4dan 1ni lan o'ljagan janchiligi tartiq bir o'tib bulab, ondan qolganini butun qo'shinga 5'ten 3'te. jangga atlangan chaqda, masalan, bular naga Washingtonga minib turmasdan qo'shin. 10 ming kishilik qo'shin Washingtonga mangan bo'lsa, bu yo'lda ketib o'tib, 100 kishilik bir guruh, masalan, alayda bir atrat bu nurg'a o'ljabdi. O'ljagandan keyin buni andan 5 ki bo'ldi hozir. 5dan 1i Alloh Rasul Zul Qurba ayrildi. 5dan 4 qoldi. 5dan 4'te bunun ichidan 4dan 1ni lam 5dan 4ning 4dan 1ni lam ma 100 kishilik atratdik ma 100 kishilik atratlam sizga tartdik mana. Adislar aldığı o'ljining nisivanglardan sirt bergan tartdik ma. Masalan 5dan 1dan keyin 5dan 4'te 4 million qopti deydi. 4 millionning 1 millionni shu 100 aylanga shunday ham tartib qilib bo'lib o'tib, ondan 3 million qolanda 3 millionni anda 10 ming kishi qo'shgan $3 kilamdo, $5 kilamdo o'chagimda. Bunda tushunsak. Lekin hamda qaytgandicho, masalan Washingtonga bordi ya jang qildi, jangdan hozir qaytib kelyapti juda. Bu yo'lda hamda dushman og'idan qo'llaydigan, qashat qizlar berdigan ishlar bor. Ya yo'lda yana bir shayga o'tib ketganmiz, u yerda urushib qoldi avvallar. Bu chaqdan bir atrat xizmat ko'rsatgan bo'lsa, bu chaqda 3dan 1ni birdikan. Yani jiqroqmi? 4dan 1dan 3dan 1 jiqqo. O chaqda masalan g'animatni 5 ga bo'lgandan keyin 4 million qoldi dedi. 4 millionni hozir 1 million emas, 1 million 300 mingdak biznasini tartib qilib o'tib, undan keyin qolib qolganini kelgan bo'yicha birdi dedi. Nima uchun hamda bu qaytishtijiq atlanishda azroq Bunun umuman şu ganimetning sulusi ya ganimetning ro'lari mana tushunsak. Ba'dal xums deb qo'ydim mana. Ma'asabi ba'dal xums deb qo'ydim. Yani xums ayirib etgandan keyin dedi. Yani boshqa ba'dal xums demagan rivoyatlar va u chaqda umum nimadan chiqadi. Umum ganimetning 4dan 1, 3dan 1 deyish kerak. Nima uchun bunda desa, jangga atlangan chaqda hamma qattiq jushqon, ruhliq, taxaviyaga yordam olmagan, erib qolmagan, qattiq qizg'in holati bo'ldi-ku. U chaqda azroq. Qaytgan chaqamiz herab, necha yordam olgan yoki zaxmlangan yo bak charchab ketgan, arg'an, bunda bo'lgan chaq buni ham taxmo nimaga targ'ib qilish uchun 3dan 1ni bil. Yani fi bada'ati g'azvihi sallallohu alayhi vasallam va fi insirafihi. Yani olimlar shunda izohlabdan buni. Wa amma al-mas'alatu ath-thaniya wa hiya ma miqdaru ma lil-imam an yunaffila min zalik. Endi imam tartiqlash huquqi bor dedik masalan. Tartiqlaydigan bo'ldi. Bu tartiqlash qanchalik narsin tartiqbas bo'ldi, qanchalik miqdorda. Bütün g'animatning hammani bir o'talimdi, 20ni bir o'talimdi masalan. Yoki qanchalik desa, endalladina ajazun nafala min ra'sil g'anima. Yani g'animatni taqsim qilmay turiblam shuningdan tartiqlasi bo'ldi deganlar. Fa inna qawman qalu la yajuz an yunafila akthar min ath-thuluth aw ar-rubu'. Ay g'animatning 3dan 1 ya 4dan 1dan ortiq tartiq ishlasi bo'lmaydi deb. Mushu Habib ibn Maslamaning hadisida kelgandek sulus ar-rubu' deb keldi-ku. Rasululloh inda qildi, uningdan oshmaysan. Rasululloh ham oshmagan demak. Yani bir gruplar innafalal imamu asriyata jami'a ma ganimat jaza masira ila anna ayatul anfal ghayra mansukhatin bal muhkamatun. Ganimatning hammani tartiqqa berasimi? Bo'laverdi. Chunki yasalunaka anil anfal qul anfalu lillahi va rasul degan musha oyat mansukh emas. Anfal degan nimada? Nafal dedi. O ganimat degan ma'noda mudad. Nafal ma'nosida Rasululloh to'liq huquqi uningda degan ekan. Masalan 4 millionni nima olgan bo'lsa, 4 millionning hammani tartiq qilib bir qancha nafar jangchiga bervasi bo'ldi. Mushularning qarshida 4dan 1 deb o'ljilarga tang taqsim qilib yurmay, tartiq birdigan o'sha alay jangchiga olaman deb bervasi mayli. Rasul g'anima. Rasul g'anima degan o'ljagan umum g'animatdan shundan bas bo'ldi. Lekin 3dan 1ni biramdi, 4dan 1ni biramdi desa, bir qarashda
3'ten 1 ya 4'ten 1'de aşmaydı. Qağında çoxum hani 5 ga bölüp 15'ten 1'ni bayanga 5'ten 4'ni bütün jamoatchilikka taqsim qilish kerak dedi. Endi bu ikinci qarash bu İbrahim Naxayning qarashi. Ay ağa o'ljining 5'ten 1'i u bu deb bilib yurmay. Elinglarman silgilam tartiqda berversa bir qism jamoatchiligi buldi dedi. Başqalarga hech nima qilmaydi ekan. Boshqa jamoatchilik hech narsa qilmaydi. Lillahi va rasulihi qurba va tamam umumimiz narsa qilmaydi. Enfal ayeti ana muhkem ayet mansukh emas desa lillahi va rasul ana Rasululloh o'zi bir taraf qildi deganki g'animaning hammani Alloh bilan bir taraf qilmasmi huquqi demak. Va annaha ala umumiha g'ayr mukhassasa mana. U umum al-anfal degan tartiqni qanday tartiq qilsa umum holatda mayli degan ma'no chiqdi. Bu xas emas. Ya'ni o 5'ten 4 qismi ya xumusunda chiqarib aytgandan keyin andin bunda işidin manda tartiqlash degan gap yo'q deydi. Va man ra'anna mukhassasatun bi hadal athar mukhassasa degan bu taxsisni undabto. Bu shu sulus va rub degan mushadis keldi-ku. Sulus va rub bilan maxsus debdi ba'zi. Yana ba'zilar maxsus emas umum holatida debdi. Musha asarlar maxsus deganlar la yajuz an yunaffila akthar min ar-rubu' aw al-thuluth. 3'ten 1'e 4'ten 1'den ortiq hammani unda ya 20'ni unda berolmaydi. Unda ish bitilmaydi deb. Mahkamda kiritilmaydi. Taxsis. Ha. Asosan shu imomning ixtiyorligi ekanda narsa. Ma umum İbrahim Naxayning qarashiga asosan imomning qo'lida keshin. Xohlagancha bir taraf qiladi. Boshqa ko'zga ochilib shuna chiqib ketgan. Shunda chiqmaydi. Ma hozir ma masalada faqatlam Rasul G'animidan tanfil qilsa bo'ldi deganlarning ham nimasida burunqi o'tgan qarashchilar yo'q u Rasul G'animidan qilsa bo'lmaydi deganda. Ma'lumlar Rasul G'animidan qilsa bo'ldi degan, Rasul G'animidan qilsa bo'ladi ma'qul. Qanchalikni bas bo'ldi? Hammani bir o'talamda 3'ten 1, 4'ten 1dan ortiq beramamdo degan masala keldi. Ammo boshda deganlar ular va alamu annama g'animtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu. G'animatlan bo'ldi ekan, umumga nomisi. O Anfalga o yasallangan Anfal degan oyat mansukhlab ketgan. Va alamu annama g'animtum min shay'in sizlar olgan g'animatlan bo'ldi ekan. 5'ten 1 lillahi va rasulihi va tamamasiga ibn sabil. 5'ten 4 qismi Allohning qildi deb andin 5'ten 1 deganning ishidan ondan tanfil qilsa degan. Hozir u guruhlar jumhurning qarashini hozir asharlar qoldirib qo'yib, Rasul G'animining ishidan qiladi deganlarni bayon qildi. Mushu keyingi qarashni olsaqmi, sulus va rub deganni ba'dal xums bo'lmasmi odatda jamiyat g'animining 3'ten 1'i 4'ten 1'dan berdi desakmi bo'ldi ekan. Degan bir oyatni oldiriblar mansukh etish u sal xotirjam bo'lmaydigan. Odatda bu olimlar kichkina o'zining nazaridamda bunda umum xususlikda mutlaq muqayyadlikda sal bir zid gap qoldiganda ko'ransizlar barcha mansukh etib bilan minirdi. Ya'ni uning ustiga burun olimlar mansukh degani odatda maxsus yoki mukhassas degan ma'noni bildiradi. Taxsisni bildiradi. Masalan, ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna dedi. Nima? Bu anda qo'sqidi va ayolning musuqi. Endi val mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru dedi. Talaq qilinganlar 3 hayz miqdori iddat tutadi degan. Endi mana bu mansukhlati demaymiz. Masalan, ulatul ahmal degan val mutallaqat deganni mansukhlati demaymiz. Buning mutallaqatning ichidagi homildalar iddati shu balasini tuqqan qadar deymiz. Lekin homilda emas odatga ayollar shu talaq qilinsa, salasat quru shu. Undan bu taxsis deymiz bu. Bu taxsis masalan shu buning ichidagi ma'lum bir qismini deb biryotdi. Uning hammani amaldan qoldirayotmadi. Homildalar yoki eri o'lib ketganligini boshqacha ayrim chiqadi. Undan boshqalarniki yani şu mesela 80% 90% yani şu salasat quru holat qoldi deymiz. Undan keyin hamma salasat quru emas, ulatul ahmalning ma'vu, mutawaffa anha zawjihaning ma'vu deb bir qismninkini belgilab qo'ydi. Qolgani shu holat qoldi. Undan keyin bu taxsis bo'ldi. Lekin mushuni isloh jihatdan nasib deb o'tadi qoldi. Shu oyatni mansukh etish oson gap emas. Unda degil tursa, Qur'oni Karimning balki oyatlardan birer ming oyat mansukh deb chiqishi mumkin. Unda shu. Ya xalida mansukh deb qaralgan oyatning masalan, mansukh bo'lganlar bor, lekin
100 oyat mansux degan bo'lsa faqat buni esa amaliyotga tashib kelsa ya 5 chiqishi mumkin ya 4 chiqishi mumkin, ammo 90% mansux emas chiqadi. Tilavati qanday qilmaygandir. Tilavati o albatta tilovat qilib qolganda mansux hukm qilib qolganda bu boshqa masala. Ayollar tashqi zinnatlarini oshkorlik uchun oyatni mansux bo'lib ketgan oyat, uni ko'sa qolmaydi deb. Mesela qaysi oyat nasib qilib o'tibgan? Surnurda chiqadi qo'y ayollarning qilgan. Shu surnurning oyatida Shu vaqtda payg'ambarning ayollarga shuligini qilganini bilan xosda va Resulullah'ın ayolları xas degani Ahzab surasiga min vara hijab oyati. Bu Resulullah'ın ayolları haqida kelgan dedi. Ama Resulullah'ın ayolları haqida kelgan. Kelgandan keyin unda boshqa ayollar mu shuni hukmidimi? Emasmi bu boshqa masala. Çünkü Resulullah'ın ayolları qarta hijab degan o'sha to'salg'u, ya parda. Adqa ro'mol emas. Resulullah'ın ayolları boshqalar bilan so'zlashsa ya parda bo'lish kerak, ya tam bo'lish kerak aralıqda. Bunda hüküm kelgan. Bu Resulullah'ın ayolları xas endi. Yani başka ayollar shunday qilish kerakmi? Bu boshqa dalilga munosabatli. Lekin musha oyatdan Resulullah'ın ayollarga shunday hukm kelganligi chiqdi. Yani hijab deganda bu yerda biz odatda hozir hijab degani yog'liq deb, ro'mol deb tushundik-ku. Unda deb tushunsak bo'lmaydi. Hijab degan to'saq. To'saq bu tam bo'lishi mumkin, parda bo'lishi mumkin. Maryamning fattaxada min dunihim hijaban. Hijab degan to'saq qildi. Hazrat Maryam jira chetrak yaqiyaga chiqib, u yerda ayizdan juyinganmi ya ibodat qilganmi to'saq qilib basharatni o'qitgan. Parda ya tamda narsa to'saq. Rasmiy bir to'saqim. Lekin bu ro'mol emas. Ro'mol bo'lsa, ro'mollik holatda to'saqsiz so'zlashing degan gap yo'q Rasululloh. Cho'qim to'saq qilish kerak. Bu oyatni mansux qilib ketgan deyishning o'rni yo'q bunda. O'rni yo'q. U wala yubdina zinatahunna ummas khamas demoqchi mansux. وأما المسألة الثالثة وهي هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم ليس يجوز ذلك؟ Mana jangdan ilgari, biz jang qilmoqchi, jangda qanda jangchi manda xizmat ko'rsatsa, manda tartib qilindi. Faloni tirik tutib kelsa, manda tartib inom qilindi. Bir tankini so'qib olsa $5000, bir oy bilan tushsa $100,000 mukofot deydigan manda bir va'da qilish bo'lamdi bu manda. فإنهم اختلفوا فيه فكره ذلك مالك وأجازه جماعة. İmam Malik makruh deb qarabdi. Ko'pchilik olimlar jamoa, misol jumhur. Ko'pchilik olimlar İmam Malikdan boshqalar joiz deb qarabdi. Endi İmam Malik yoqtirmaganlikni nima desa, bu ixlosga ta'sir etkizdi. Ixlosga. Yani o mücahit fi sabilillah chiqqan Allohning roziligi uchun, ya shehidulloh yoki g'aziylik darajaga yetay deb, ya an li kalimatillah chiqqan. Qanken o mançak tartışırma ise $5000 ya $100,000 şunu için uğraşkan bulup andın ihlas taşlanıp kılıp maksat başka ötkülüp dünyavi garazda can qilgan bulup qalamı ki edip yaman koygan İmam Malik. İmam Malik'in var da karşı mümkün bununda. Emeliyatta unda ne qilmasam da sal tirishchanlik ko'rsatishimda farq bo'lish kerak. Ixlos butunlay o'zgarib ketmasmi? Yani jumhur bu jihad chiqqan ekan, asli niyati jihad qilish bo'lgan ekan. Bakra g'ayrat ko'rsatish, majihatdan tirishchalik ko'rsatsa bo'ldigan shuning mayli bu. Ta'sir etkazmaydi. Ve sebep ihtilafi muaradat mefhum maqsad al-ghazw li-zahir al-athar. Maqsad al-ghazw mitta i'la kalimatillah. Tamam? Men jahada من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله diyen. İ'la kelimetullah de. Yani muşu uqum hazır ma hadisninki zahiriga zid kep qaldı deydi. Bunun bayanımında ennel gazva innema yuqsadu bihi vejhullahil azim. Yani gazat qilishdan maqsad Allah'ın razılıqını gözlash. Vejhullah degan odatda. Allah'ın zatı desek bo'ldi. Çünkü vejh degan zat qilib ishlatildi. Odatda masalan Uyg'urcha yüz xotirasida yüzünü qilib deydigan gap bor, razılık uchun deymiz. Zatullah deb buldu. Ve yebqa vejhu rabbike zul celali vel ikram. Vejhu rabbike Allah'tan şu adatan yüz ayrım desek yüzlem qilib boshqa yerga zatullah deymiz. Allah'ın razılığını közleyen, Allah'ın razılığını közleş için buldu. Ama وَلِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ يَلْعُلْيَا فَإِذَا وَعَدَ الْإِمَامُ بِالنَّفَلِ قَبْلَ الْحَرْبِ خِيفَ أَنْ يَسْفِكَ دِمَاءَهُمُ الْغُزَاةُ فِي حَقِّ غَيْرِ اللّٰهِ. Bir söz ilgiri kim bakıptı bunu? Eğer imam jangdan ilgiri bunda tartıqlayman da va'da berib qalsa, menda ansirash oldu dedi. G'aziylar Allah'ın razılıktan başka bir maksatda özünün qonlarini
tökkeni, urushgan bo'ladi deydi. Chunki uni da o'ltirib ketishi mumkin emas, cho'qim natijaga erishib bilan nima qilish yo'q. Balki dushmanni o'ltirishi mumkin. Tavakkul qilib qaramlik qilgan gapim. Nolkin bu o'ldi shuningda. Imom va'da qilgan ekan, tankini kim portlatsa, manch pul degan ekan, bu tankini portlatish uchun berib o'zim o'lib ketdi deydi. Bu chaqda bizning ansiraydig'imiz bu jangchi Allohning roziligi emas, ma 5000 dollarni ko'zlab qolgan bo'lib qilish ehtimoli va bunda ansiraymiz deydi. İxlos o'zgarib qilib, pulga o'tkazib qolishini ansiraymiz demoqchi. Hadis qaysi esa allazi yaqtadi zohiru javazil va'd bin nafal fa huwa hadis Habib ibn Maslamana. Bu yerda va'dasi bo'ldi deganlikni, ya'ni zohirdan hadisning nas emas, zohiri. Zohirdan endi va'da qilsa bo'ldi, tartiqlayman deb va'da qilsa bo'ldi deganlikni ko'rsatgan hadis bo'lsa Habib ibn Maslamana. Nabi sallallahu alayhi vasallam kana yunaffilu fil ghazwi as-saraya al-kharijati min al-askari ar-rub' wa fil qufuli ath-thuluth. Habib ibn Maslama'nın hadisininki bir qancha lafzda rivoyat qilinishi. Bayatın boshqa lafz etdi. Ma'u boshqa, ma'u ba'dul xumus deb yo'q mesela. Ma'da min al-askar debdi. Yani Rasulullah g'azot chiqqan chaqda askardan chiqqan qo'shinlarga 4dan birini tartib berdi. Qaytishdi shu, ma'vamda fil bada, shunami? Qaytishda 3dan birini berdi. Askar degan nima? Bu askar degan uyg'urcha askar degan gap shu. Askar. Lekin bu qanday askar desa, shu lashkarlar qo'shini. Lashkarlar qo'shini ham odatda yo shu to'plish bir joyda turdi, yoki bir bargoh qurib shu yerda turganda. Turgan chaqdan buning ichidan 400 kishilik, yo 500 kishilik, yo 1000 kishilik qo'shindan paloniya berma, o'zini o'rindab qiling deb uyatdi. Uyatgandan keyin shulargandan endi 4dan birini tartiqlaydi. Ammo mushiningda bunda qarasak, bayatin nima degandek munda qilib g'animat apkasama manchiligini nima birman deb boshdan e'lon qilib qo'yish ehtimolim bor. Yoki elib kelgandan keyin andin buni munda bir tartiqlay deb burun e'lon qilmasimi, keyin tartiqlash ehtimolim bor. Undan keyin mana zohirdan ham hadisning zohiri shuni ko'tirdi demoqchi. Ya'ni boshdan e'lon qilib qo'yib nima qildi degan va'da berdi degan ma'noda chiqishi mumkin deb bunda tushunib qilibdi. Yani bo'ladi adasini shu bo'lmaydi, ama Rasulullah man qatala qatilan falahu salabu deb bu bir xil va'da. Wa amma al-mas'alatu ar-rabi'a wa hiya hal yajibu salabul maqtul lil qatil aw laysa yajibu illa in naffalahu lahu al-imam. Salab degandan to'q ma yuslabu min al-maqtul, o'ltirilgan dushmandan tartib ilinadigan narsalar. Yani onun yendiki shu kiyim-kechak, qurol-yarog', boshqa mol-mulk narsalar. Mesela qanday jang bo'lsa, normalda imom uni e'lon qilsin, qilmasin, imom ba'sin unga. Ada janglan bo'lsa, bir dushmanni o'tgan bo'lsa, shu dushmanniki yendiki voqea ham narsa shu o'ltirgichi jangchiga tegishli bo'lamdi yoki bir jangda shu qo'mondan bir e'lon qilib, mush jangdamisa, bunda kim birini o'tasa shuning narsa keraklanamisa, shu o'tgichiga bo'ldi deb e'lon qilsa, andin ala olamdi buni. Mana فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد. İmam alayda bir jangda masalan o'zimda mo'lcharlab vaziyatni ko'z tutib, andin e'lon qilib beraman desa, andin bo'ladi. Bo'lmasa normalda unda e'lon qilmasa unda olmaydi dedi. Va zalika ba'dal harb. Bu qachon desa Imom Malikning nazarida jangdan keyin, jang tugidi. Tugagandan keyin unda ahvol qarab, qo'mondan o'zi bunda alayda xizmat ko'rsatgan manda kishilar yoki bunda bir ba'zini o'tganlarga men alayda bir mukofot beray deb qolsa, shu kimni o'tasa, shuningki narsa keraklari shuni ilvason deb jang to'xtagandan keyin bunda deydi demoqchi. Imom Malikning qarashi. Jangda ilgari jang bo'layotgan demaydi demoqchi. Yani bu mu İmom Malik nazarida nafalning bir turi, bir xil tartiq deydi. Bu bir xilamda alay tartiqlash qo'y. Va bihi qala Abu Hanifa va Thawri. Abu Hanifa va Thawri bularni mushunda qarashdi bo'libdi deydi. Va qala Shafi'i va Ahmad va Abu Thawr va Ishaq va jamoatu salaf. Bularning hammasi undabto vajibun lil qatil qala zalika al imam aw lam yaqul. Imom unda desindimisin Rasulullah shu burundan belgilayotgan hukm bu. Imomning deyishmasiga bog'liq emas. Şeriatda shunda belgilayotgan hukm. Man qatala qatilan falahu salabu. Bu bir qoida. Nahotki imom shu jangda e'lon qilamdi, qilmamdi, baribir shunda bo'laverdi, eliverdi deydi.
ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال. Demek endi mana shu xil qarash o'tdi. Tafsilot kelgan chaqda o'zaro yana ixtiloflashadi. Uning bir aniq nas kelmagan ekan. Bularning ichida masalan man ja'ala salaba lahu ala kulli hal. Qanday ahvolda shartsiz adam shunda birisi-birisini o'tadi shuning narsasini ilyurdi deydiganlarim bor deydi uning ichida. Va minhum man qala la yakunu lahu salab illa idza qatalahu muqbilan ghayra mudbar. Bu manda shart qildiganlarim bor. Buni shu rasmiy jangga etlib berib dushman tarafga shu ilgirlayotgan holatda o'tdasa unda olalaydi. Lekin bu jangchi qichvatga chiginga holat ekan. Bu dushman oxidan qo'llab o'tibdi. Bu g'ach burilgan voqeadan vaqtda munda o'tirsa bu yana olinmaydi. Chunki bu tartiqqa toza loyiq emas. Deb munda shart qilganlar ekan. Va bi qala Shafi Imom Shafi munda debdi. Va minhum man qala innama yakunu salabu lil qatil idza kana al qatl qabla ma'ma'at al harb aw ba'daha. Yani ularning ishidan munda deb qilib ekan. Jang rasmiy qizishdan, ikki taraf giralishdan ilgari, ma'ma degan giralish. Ma'a deymiz-ku. Giralishdan ilgari bir palvon chiqib, masalan, yakka ilishganlar bormi deb dushmanning safidan nochamos chiqdi deydi-ku. Shucha chiqib ondan masalan Badrda Hazrat Ali, Hamza, Ubayda chiqdimi shaylan, tarafdan shaylan chiqdi masalan. Endi elish yo'lab, uningdagi endi bir 3-4 qapaz, 3-4 mayda elish bo'lgan ekan, ondan ikki taraf uradi ish bilan giralishgan bo'lgan ekan, oldida yakka chavandozlarning elishishi butun jangning nimasiga ta'sir ko'rsatdi. Ruhiy ma'naviyatini tushirish, ko'tarishga munosabatlar. Davom ekan, jang maydonida ikki taraf giralishdan ilgari yakka elishgan chaqlarda, yoki alaydanda bir urush bo'lib qolsam-da, shu chaqda birisini o'tgan bo'lsa bo'ldi masalan. Ali uni o'tadi, Hamza ma'ni o'tadi, Ubayda ma'ni o'tadi, uchninkini oladi. Buni butun jangchilarga uning narsini taqsim qilmaydi. O'tdagichilar oladi deb qarab turmay qarashdi. Yoki jang tugagandan keyin aynda bir elish bo'lib qolsa, unda o'tasi oladi debdi. Ma'ma degan qattiq shiddatli jang bo'lib unda. Giralishib, quchoqlashib, pomodoqlashib urushganni demakchi. Ya'ni ikki qo'shin giralishib ketgan. Ve amma in qatalahu fi hinil ma'ma, ashunda giralishib ketgan chaqda o'tgan bo'lsa, u chaqda unda olinmaydi. O'ltirilgan kishining olinmaydi bu narsa. Imom Avzai shunda qarabdi. Va qala qawmun instakthara al-imam salaba jazan yuhammisahu. Bulamda munda deb qilibdi. Imom hamda bu shu o'ltirilgan shu dushmanning narsalardan bak jiq ko'rinib ketsa imomga. Bu chaqda unda bamay o'tgagichga. Shu 5 bo'lib shu odatga taqsim qilish vaqo endi xilos bo'ldi. Masalan, ba'zi jangchininki bu narsalarga balki 100 ming qo'ydan eshishi mumkin. Oltin kimiri va qilichning sepi oltin. Ani egalari uncha marvoyatli yaqut bilan bezalgan. Ehtimol balki hamda 100 ming qo'y ba'maydiga ot bo'lishi mumkin. Çoğun anda başlıklar, padişahlar, çoğun komandalı serkerdiğinin isimli nimeler var değil mi? Yani şunda bir adamdan onda karşı 1 milyonluk neresi olsa bu bekçikken bunu bir elengilen bahse ekselinin boğda kemmelenge nimkıletiler. Dep kasa kumandanın özünün hakkı, hukukudur. وسبب اختلافهم هو احتمال قوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعدما برد القتال. Hunayn gazıtıda jang to'xtagandan keyin Rasululloh munda degan: "Man qatala qatilan falahu salabuhu." Qatil degani nima? Maqtul demakchi. Ya'ni bi'atibar ma saykun ma'nosida. Chunki qatilni o'tamaydi, hayotni o'tirdi. Hozirda arab tilida shunda nima bo'lyapti? Man qatala qatilan deydi. Ularni o'tasi degan gap, ya'ni undan keyin oxirida o'ladigan, o'ltiriladigan shu bir jalliq dushmanni o'tasa, ya'ni qatil qilibsa demakchi. Falahu salabuhu. Uning butun narsa keraklari ashuning o'zidan bo'ldi degan deydi. Endi bu Hunayndalar nimaga boshqa jangdimi degan bu? Badr boshqa. Badrdimi degan. Nimani tushungan shularga yoki qo'mondonga shartsiz bo'lishi kerak. Ikki ish taqishib qoldi. Rasulullohning bergan va'dasi bor, nima? Rasulullohning so'zi bor. Kim bunda o'tasa, uning narsa keraklarini ashu oladi, ashuning bo'ldi deyapti. Endi bu jangchi qo'mondon qarta o chaqda mahkamaga arz qilish huquqi oldi. İslam şeriatimizde Resulullah'ın çıkargan şu hükmünde kim bir düşmanı ötterse bunun neresi şu öttergiçi bulduğu digente adama komanda bana bağırmadı buna dep qaziga arz qilgan. Bu qazidan istarib qo'ydi. Bu imomning bunda mahrum qilish huquqi bormi, yo'qmi deb anda yana shu bu qonun talayshlarini o'qigan odamning bilsa shuni hukm qilgan. Chunki ma qarashda manda, u qarashda manda deb ma qarashda
Aş qo'mondan o'zi biz taraf qilish huquqi bor. Mahrum qism qiladi, bak jiq deb qarab qazdidigo. Da nima qilibdi? Ya jumhurning qarashi bilan islom huquqi yo'qmi? Shu o'zining Musa Rasulullohning belgilab bergan nimasi bu? Deb hukm qilatamda, hukm qilib qo'yish kerak. Ya kamda qo'mondonga norozi bo'lib berdi, g'alaba paydo qilmaydi, jim o'tdasamaydi. Lekin shu lashkarning ichida qozi bilmangda dedi. Lashkarning qozisi deydigan. Qadil askar deydi buni. Davomli bilmangda. Badavlatning qo'shindimi, qozimi billashi. Chunki ikki jangchi bir-birlar mushtlashib qoldi, tilishib qoldi. Ya Muhammadning asamda deb sayil olsan deydigan da'vo bo'ldi. Shu qozi shahid sot chiqamiz bo'lmaydi. Endi qo'mondonmi? Bu joyda nimaga bo'ysundigan gap. Da'vo eshitib qolsa, jangchi bilan o'xshash darajada turib qozining oldida da'volashadi. Albatta nurg'un qarashli bo'ldi mana. Qo'mondonning unda bir taraf qarash haqqi bor degan qarashmi chiqdi. Albatta talashtasning sababi mush Rasulullohning o'zi degan so'zi hozir, ha. Rasulullohning o'zi degan so'zi bu tartuq hisobida bunda degan so'zmitda yoki tartuq emas, zodi elish haqqi bor degan gapmi bu? Ikki ehtimollik bor. Tartib bo'lsa shu vaqtdagi shu xas bo'lib. Ha, tartiq olsa bu qo'mondonning qo'lidagi gap. Tartiq beramdi va amamdi. Qo'mondon o'zining ixtiyoriga eshitgan bo'ldi. Agar u umum qoida bo'lsa, u qo'mondonga munosib. Qo'mondon uni ilovalar yoki biray bermaydi degan gap. Ya'ni imom uning tartiq bermisimi, qo'mondon bermisimi, avtomatik elish haqqi bor degan bo'ldi. Istihqoq bo'lsa. Va Malik rahimahulloh qawiya indahu annahu ala jihati an-nafl. Imom Malik buni tartiq deb qaradi. Ba'dal harb u zuqqa masalan. Unda jang tugagandan keyin menda xizmat ko'rsatildi, menda bir mukofot beray. U yakka tushib chavandozlik qilgan chaqda menda qaysarlik qilganda, askardan butun ro'yimani ko'targanda. Ular menda beray deb qolsa, birti degani. Mushtarifni ig'ir o'sib Imom Malikning qarshida. Nima uchunsa men qibal annahu lam yathbut andahu annahu qala zalika sallallohu alayhi vasallam va la qada bihi illa ayyam Hunayn. Hunayn g'azitidan ilgari undan boshqalarni unda deganligi isbotlanmadi mening nazarimda. Unda olgan bu davomli unda bo'g'ash emas, bir g'azatdilar Rasululloh bunda bir tartiqlay deb degan so'z debdi. Va li mu'aradati ayatil g'anima lahu in humila zalika ala al-istihqaq. Yani bir tarafdan va alamu annama g'animtum min shay'in degan g'animat oyati bor. Bu buning zid kelib qoladi. Chunki oyatda sizlar olgan g'animatni qanday g'animat bo'lsa 5dan 1 men qarildi 5dan 4 alıq degan to'g'ri. Bu joy hammani shu jangchidan biri bo'lsa 5dan 1 ayrilmaydi. 5dan 4 boshqa jangchilik tegmaydi. Ularning buning zid kelib qoldi. Yani qavlu ta'ala va lam annama ghanimtum min shay'in al-aya. Fa innahu lamma nassaf al-aya ala anna al-khumsa lillah wa lima anna al-arba'at al-akhmas wajibatun lil-ghanimin. Bak 5dan 1 lillahi va lir-rasul va lil qurba va yatama va masakin va ibn sabil degandiki 5dan 4 nima bo'lmoqchi degan gapni qilmadi buningda. Lekin avtomatik hamda buningdan jangchilar oladi 5dan 4 qismi degan nima qiladi deydi. Kama annahu lamma nassaf ala thuluth lil-ummi fil mawarith wa lima anna thuluthayn lil-ab. Mesela yusikumullahu fi awladikum lidh-dhakari mislu haddil unthayayn. Deb fali ummi thuluth deb qo'ydi. Lekin dazistin gapini qilmadi. Endi ota-onasi olsa degandikan, li ummi thuluth olsa 3dan 1 olsa, avtomatik hamda dazisqa 3dan 2 qoldi ekan. Degan men tushunilgandek 5dan 1 ma tariq qariyatildi desa 5dan 4 ajanslar oldi ekan. Degan men chiqadi. Qal Abu Umar kim? Ibn Abdul Bar sahib al-istizkara. وهذا القول محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في حنين وفي بدر. Demek o Hunayn'dan degan söz emas Resulullah'ın bu Bedir'dimi degan buni. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Umar ibn Xattobdan mundar rivoyat qilibdi. Biz Rasulullohning zamonida bir jangchi bir dushmanni o'tirib olgan ilib olgan narsa kerakligini biz 5 bo'lib jumaytdik debdi. Bu asarmi hozir nimani bildirdi? Odat qoid bo'yicha bu salab bu g'animat dairasiga kirmaydi ekan. Shu jangchi o'zi ilib olgan narsa. Ma'lumot nima g'animatni chimaydi ekan. Bu endi xas bir narsa deb. Xas bir hukm deb, ayrim hukm deb. Jangda birisi unda o'tirayotgan bo'lsa, shu onalarni bilan sashirib bo'lganda. Endi shu maqtulning nimasida Yendiki nasl. Lekin uning ilkidagi emaslar. Ya o qo'shinda qo'yib qo'ygan o taqadiki narsalari va kazalarsa uni umum shu qo'shin o'ljalda emasmi? Bankalik pullarmi? Ya, o bankalik pullari umum qo'shin oldigan narsa. Bu faqat yendiki, masalan bir ot va ega, qilich, o'qdan, kiyim-kechak, kemar
saat degandek yendiki yoki endi bizni juda olgan bo'lsa endi hamyon bor uni pullari bor bo'lgan bo'lsa shu endi taq turib bilan shunda ham endiki narsani aqtirib bilan so'rib olib olgan gap ekan. Unda bu yerda bu bir asar shuni ama endi va hadislar boshqa oyat hadislar boshqa asar toza kuchanmaydi. Abu Talhama Hunayn g'azotida 20 kafirni o'tirib 20ning sababini olibdi. Bilim kapırdan Bütün ders gereklerini. Yetime kaldı da onu. Atoza, tuguz, tuga, başka var kaza. Onun da nurgun derslerinde. Ve kharaca Abu Davud. Yani bir hadis var kendi. Abu Davud rivayet kılan. An Avf ibn Malik al-Ashja'i ve Khalid ibn al-Walid radıyallahu anhuma. Anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qada bis salabi lil qatil. Resulullah düşmanın ötəgə cangçiga düşmanның ders gereklerini əppirib şuna hüküm qilgan deydi. Bu aqal qaysi desanglar, bu g'azvat Mu'tada bo'lgan vaqa. Zayd ibn Harisa, Ja'far shahid bo'lib ketgan. Andiki xazinalar qo'shinni qaytarib keldi-ku. Shu aqalikda Yamanlik bir fidoyidan birisi ekan. Madadi degan, qissatul madadi deb. Madad kelgan, o'sha qatnashman debchi. Ya bu birga chiqib ketgan jangga. Chiqqan ekan bu Yamanlik shuna düşmanның bu Rimliqlik qarshi bo'lgan-nima jang. Bu jangda qarasa Rimliqdan bosh qo'mondonni misol ekanda. O'zining jangchilarini urushga targ'ib qilib, kuchkurtib, qattiq rol o'ynayotganligini ko'rib, da bir nimaning oqida daldida mukab turib chapadi ekan bosh qo'mondonni. Chapib buni o'tirtgan. O'tirayotgan ekan, buningki bu qo'mondan bo'lgan otlari, yaxit marvaliklik egalari hamma narsa nurg'un pullik narsa. Nega bu Xolid ibn Validdan u qo'shinni qaytarib kelgan chaqda unga bermaydi ekan. Uni salabini bermaydi ekan. Bermagan ekan bu Avf ibn Malik al-Ashja'i bu chaqda nimaga Xolid ibn Validga bu Yamanlik mushu o'tgan ekan Yamanlik ma qarindishimiz. Bu Rasululloh men qatlan falau salabu degan ekan. Meniki mushu nimalari mushu bermamasa degan bermayman deb turadi. Turgan ekan men borgan chaqda Rasulullohga deyim buni shikoyat qilaman. Ben adam da xuddi qaziga mana da'vo chiqqanda bir gap qo'yamda. Qo'mondanning ustidan shikoyat qilmoqchi. Rasululloh shikoyat qilmasin, sen ustingda deydi ekan. Ya'ni ki shu chaqda falonni kas qilasa deb qo'yib qaytdi ekan bu. Qaytgan ekan bu kelib Rasulullohga deydi ekan bu axir. Mavo shu dushmanning cho'ng qo'mondonlarini o'tiribdi. Uning sababini va qalim o'lib buni bag'il unimida degan ekan Rasululloh uni bergan ekan. Degan ekan berishga buyurgan ekan uni bag'il qopsa Avf ibn Malik al-Ashja'i Xolid ibn Validga ko'rdingmi? Men nima degandim ayada? Men deganimni qilgandimmi deb u chaqda qo'mondan qarta sal qo'pol gap qildi ekan. Men ko'rsataman debdim, ko'rsatdim mana deb endi seni mag'lub qildim demoqchim. Yoki mening deganim to'g'ri chiqdi mana demoqchim. Endi Rasululloh nima gap bor desa, biz oyada bunda basan o'tdi deb, u bermayman deb Rasululloh shikoyat qilib cho'qim shuni appirman degan ekan bu Rasululloh qabulab. Qo'mondan deganda bunda shaklda tushunmasi kerak. Qo'mondanning ayviti bo'lish kerak. Deb uni yo'q berma bo'ldi deb qabulab nima qildi. Xolid ibn Validning qiyinini shuni hisob qildi. Qo'mondanga sal qo'pol tekkan ekan achchig'ida qabulab qo'mondanning ayvitini tushunsa olmaydi deb. Qo'mondan desal mandara so'z lekin bir jangchi odatda bir jangchi u qo'mondanni unda gap so'qab ayvitini tushirib yo uni izohat qilib bunda qiz bo'lmaydi. Lekin adam bo'ysunmaydigan bo'lib qoldi. Xolid ibn Validniki. Demak, mushu hadisdan da dalil qildig'ini bu umum qoidadir demakchi. Ya u xodimlar berman deb va'da qilsin qilmasa, qanday jang bo'lsa, birisi-birisini o'tgan bo'lsa, shuni tartib qilish batda demakchi. Bu mu'til bo'lgan. Endi bu hadisda nima dalil bo'lsa, bu salab degan tanfil degan ma'no chiqadi. Imom Malikning gapini kuchlantirgan gap chiqib qoldi. Chunki Xolid ibn Valid birdo bermay deb ixtiyorli qilib bo'ldi. Ki Rasululloh kim bermadi uni? Agar haqqi bo'lsa, Rasululloh bermay undirmaydi. Chunki nima uchun deganda bu e'tiroz bo'ldigan ya Xolid ibn Validni gap soqqan kishi u qatil emasda. U narsa oldiga odam u emasda. U Yamanlikda. Ma'o bir qo'pol gap qilsa, bir odamning haqqini to'silish bormi? Yo'q. Uning haqqi munosabatsiz qo'yma. Unda olgan ekan, buningda nima chiqadi? Asli bu tanfil, tartiqlash hukmidagi narsa degan gap chiqadi. Agar kafirni o'tdagan Yamanlik jangchi Xolid ibn Validga ko'rgansam deb manda degan bo'lsa-da,
Endi Rasulullohni bo'ldi bermayman degan bo'lsa, u chaqda bir xil jazolash bo'ldi. Hozir bu yerda jazolash degan gap Avf ibn Malik al-Ash'ariga qarta bo'ldi. Ammo uning haqqi bo'lsa, cho'qim beribdi uni. Haqqi emas hamda. Mukofotlamamdiq degan ma'no borda, lekin bunda bir ish bo'lgandiki, mukofotlamaymiz bo'ldi deyapti deydi. Ashadisda nima debkan? Avf ibn Malik Rasulullohning buyurib bergan ekan, "Dunaka ya Khalid, alam ufilak." Sana Rasulullohning qilib buni apirmada va'da bergandim. Va'dam tudimmi? Qilaman degan ishni qildimmi deb qo'yibdi. Nima gap bor desa, menda deyishgan to desa bo'ldi. Endi o'ta debdi. Va xarraja ibn Abi Shayba. Ibn Abi Shayba kimda? Sahib al-Musannaf. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu anna al-Bara ibn Malik hamala ala Murziban yawm az-Za'ra fata'anahu ta'natan ala qarbus sarjihi faqatalahu. Wa amda al-Bara ibn Malik Anas ibn Malik qarindishi shunami? Anas ibn Malik rivoyat qildi. Uning qarindishi Bara ibn Malik hamla qildi dedi. Ala Murzibanin. Murziban degan shu Ironlikninki cho'ng palvonlari yoki qo'mondonlari Murziban dedik. Bizda Uyg'urlar pasiban deymiz-ku, shu Murziban deganga. Sarkarisi, palvoni yoki pasiboni cho'ng kattisi deylar. Shuningga hamla qilib, uningga shu nezini sanjibdi. Qattiq sanjibdi. Ta'na degan ta'na odatda nez bo'ldi. Sanjigan ekan, ha. Yawma Za'ra degan bir joyning ismi. Shu joyda bo'lgan jang kuni demakchi. Shu jang kuni Yawma Za'ra. Ya Za'ra ekan. Xato bislibdi. Bu Za'raning uchunsa bu o'rmonlik ekan bu yerda. O'rmonlikda odatda sherli ekanda arslonlar. Zairil asad deymiz-ku. Shu Za'ra degani shu sherli yashagan o'rmonda bo'lgan jang kuni demakchi. Shu jangda demakchi. Qarbus sarjihi degan ma eganing oldida bunda bir igizbijira, aqlimda igizbijira bo'ldi-ku. Nima deymiz ona? Oldida balki bunda qo'lda tutmaganda ya bo'lishi mumkin. Yoki odamning oldiga yurishib ketmasligini to'sab turadigan, oqidan yo'linib turadigan, o'qidan bir igiz yog'ich bo'ldi. Shu igiz yog'ichini da qarbus sarjihi. Shu gachchi sanjigan ekan bu balki yog'ochdan o'tib nimaga biqini kirib ketgan bo'lishi mumkin. Faqatalahu shuni uni o'tiribdi. Demak, qarbus sarjiga oldi ya oqidagi yog'och bo'ldi, shu igiz yog'ichi. Oqidan o'g'an bo'lishi mumkin, oldida o'g'an bo'lishi mumkin. Sanjab o'tiribdi ekan. Fabalaga salabuhu 30,000. Shuna buningki narsa keraklarning qimmati 30 mingga yetibdi. 30 ming tanga. Fabalaga dalga Umar ibn al-Xattob. Shuna bu xabar Umar ibn al-Xattobga yetibdi. Xalifaga. Falani mana o'tiribdi ekan. Bunun sababi narsa keraklari 30 mingga yetibdi. Qanday qilamiz buni? Ashundan bir bitamdoq yoki butun qo'shin g'animatga qaytatamdo degan ekan. Faqala li Abi Talha, Abu Talhaga debdi, inna kunna la nukhammisu salab. Biz bu salabni odatda 5 ga bo'lib yurmaydik. Rasulullohning davrida demakchi. Bular shu o'tgan jangchidan biri o'tibdi deydi. Va inna salabal bara qad balagha malan kathira. Endi baraninki bu salabi nurg'un mal-mulk bo'lib ketdi bu. Va la arani yoki urani illa khamisuhu. La khammastu desin bunda. Khamisu deb kay rivoyat var. Urani bo'lgan ekan. Illa khamisuhu. Men un cho'qim 5 ga bo'lib o'taman debdi. Ya'ni umum g'animat qilib o'taman demakchi, salab qilib bermayman demakchi. Demak, ma'nodan nima chiqdi? Bu qo'mondonning jangchilar qarta tartib qilgan narsadek deb qaraganlar. Tanfiyligan. Qala ibn Sirin. Qala degani mishada birinchisi Ibn Abi Shayba bo'lishi mumkin. Ibn Abi Shayba dedi, qala ibn Sirin fahaddathani Anas ibn Malik. Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin bu tushda bir bo'lgan tabi'i. Anas ibn Malik menga so'zlab berdi dedi. Annahu awwalu salabin khumsa fil Islam. İslamiyet kelgandan tortib dastlab qilib 5 ulushga bo'linib ketgan salab doğurmuş. Unda ilgari, yani unda salab bo'linmaydi. Bu da shu o'tgan jangchiga berildi. Va bihada tamassaka man farraqa bayna as-salab al-qalil wal-kathir. Yani mush asarga kim eslab oldi? Az Osmanda, ko'p Osmanda deb az bilan ko'pning miqdorini ayirib turib olganlar ekan. Bular o'shani chang eslabdi. Jiq olsa buni qo'mondan o'zi o'yinib baqirib taraf qildi. Az olsa o'zi eli yurdi deb munda qaraganlar. Degan Rasulullohning hadisi, "Men qatilan falahu salabu" degan, agar tartiq emas deb qaralsa, o'chada har qanday jangda bittasi eli yurdi degan.
Unda bir isbot bo'lsa, isbot olib qolsa, boshqa ikkisi yeni tug'an janchi ikkisi falan o'tgan men ko'rgandim desa, ana bir guvochi bir isbot bo'lib qolsa, bu chaqda oladi degan. Muaz ibn Affan Abu Jahlni shu jangda Muaz ibn Amr ibn Jamoh, Muaz ibn Afra ikkalan chiqilish urdi ekan. Keyin ondan Rasululloh qashqa biz o'tadiq deb qolgan ekan, Qosimni o'tganligini endi isbotlashda Rasululloh sizlar qilich chapqandan keyin shamshiranglarni surtvatdanmi, ikkalan surtmidi deydi. Qaysi ikkalanning ustida qon bor ekanda. Sonra ondan ma'lum sabablar tufaylidan Muaz ibn Amr ibn Jamohga salabini buyuribdi ekan. Ana Abdullah ibn Mas'udmi o'tadi qo'ygan ekan. Ben bu ishga ish qilish udi. Uğandan keyin bu qansirab yotdi. O'rni qo'polmay yotdi-ku. Yotgandan keyin unda Abdullah ibn Mas'ud kelib, qarasa bu jantalshi bunda yotgandan keyin buning ustiga chiqdi ekan. Chiqqandan keyin ittaqayta murtaqan sa'ban ya ruway'il ghanam degan. Ona ko'z kelmaysan, taniq bir padijitdansan. Sen bak igziyaga chiqib oldi. O'zdan bak cho'ng odam deb noldi. Andan ay Allohning dushmani misan? O'ttirma taqa degan ekan, unda olsa qilishimni o'tagan. Liman al-ghalaba desa lillahi va rasuli deb u yetib qasdirim mag'lub bo'ldi deb so'raydi ekan-chi. Da jantalishib o'zining holidan qansirab yotgan vaqt. Lillahi va rasul deb u nimani qilishni tiqib o'ttir ekan. Bak yo'g'on kafirga hatto o 5 nima kesanmay, ajrtanmay nima qilgan-ku, 5 nima so'rab nima qilanmay. Ma'ada sen nimani bildirdi shu chaqdan shu salab baliqi. Salabning hukm baliqini bildirdi. Badrdagi bo'lgan voqea. Al-faslu ar-rabi' fi hukmi ma wujida min amwal al-muslimin 'inda al-kuffar. Kafirlarning qo'lida biz uchratgan, topgan shu musulmonlarning mol-mulkining hukmi nima? Kafirdan g'animat oldik masalan. Aqancha shuning ichidan da musulmonlardan bular tatib olgan mol-mulk bakan, falanning eti, pustanning qachiri masalan. Falanning igri, shamshiri degandek. Bu igisi olgan musulmonga tegando yoki uning bilan munosabati yo'q, u kafirning bo'lib bo'ldi. Endi biz kafirni oldik. Endi u g'animat desavda kelgan bo'yicha taqsim qilinamdi deymiz. Zimin bir narsa ketib. Ya ziminning gapini qilmadi hozir. U ziminni ayrim so'zishi mumkin. وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار فإنهم اختلفوا في ذلك على 4 أقوال مشهورة. تدخل قرش واكن. Yani kafirlarning qo'ldan qaytirib olgan musulmonlarning mol-mulki buning hukmini ma tadkhil qarash. Ahaduha annama taradda al-muslimuna min aydi al-kuffari min amwal al-muslimin fa huwa li arbabiha min al-muslimin. Ay igisi olgan musulmonlarga tegidi o debdi. Wa laysa lil-ghuzat al-mustariddin lidalika min shay. O g'animat ag'alliga hech nima tegmaydi. Wa mimman qala bi hadha al-qawl ash-Shafi'i wa ashabuhu wa Abu Thawr. Yani Şafi'i hem de Müslümanların mümkün kafirli ilavası igulanmaydı deb qaraydi. Asli bu Müslümanların igidachiligi turiverdi demek. Azminni shunda qaraydi İmam Şafi'i. Wal qawlu thani annama taradda al-muslimuna min zalika wa ghanimatul jaysh laysa li sahibi minhu shay. İkinci qarash igisining emas o g'animat hisoblandi demek. İgisi bilan munosabati uzilib bo'lgan uni. U kafirning bo'lib bo'lgan. Kafirdan ondan mulkini Müslümanlar ganimet ağam buldu. Ve asli soğan Müslümanların açıkını münasebeti yoktu. Ve hadal qawl qalahu Zuhri ve Amr ibn Dinar ve huve merviyun an Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh. Vel qawlu thalithu annama vujida min amwal muslimin qabla al-qasmi fasahibuhu ahqqu bihi bila thamanin. Annama üçüncü qarash bu iki qarashning o'ttirib turibdi. Ganimet aldık deb taqsim qilishda ilgari voy ba meningti deb igisi chiqib qolsa, igisi g'achchida pul to'lamaysiz narsa mening deb olib ketadi deydi. Ammo uninggacha egisi ma'lum bo'lmabdi. Taqsim qilinib bo'libdi. Aning o'ldima falan janchiga tegdi. Tekkanga voy ma at minutda ma qilish minut desa o'chadi bo'ldi ketdi. Agar shuna ma'qulma, shu etimni qaytirib olsam bo'ldi desa, baholab uni pulini to'lab setib oldi deydi. Ahqqu bihi bil qiyman. Pulini bersa andim bo'ldi. Wa haula inqasamu qismayn. Bular yana ikkiga bo'linib ketibdi. Fa ba'dhum ra'a hadha ar-ra'y fi kulli ma istaraddahu al-muslimun min aydil kuffar bi ayyi wajhin sara dalika ila aydil kuffar. Birinci qismi kafirlar qanday qilib tatib olgan bo'lsa musulmonning qo'lidan, keyin uni jangchilar qaytirib olgan bo'lsa, mushqarash bo'libdi. Qanday shaklda kafir tatib olgan bo'lsin, qanday joyga olib olgan bo'lsin uni, baribir shunday debdi.
وممن قال بهذا القول مالك والثوري وجماعة وهو مروي عن عمر بن الخطاب. Bu bir xil tafsilotda ixtiloflashgan ma'noda. Va ba'duhum farraq. Yani ba'zilar bunda ayırıp baktı. Kafirlar qo'shinlarni g'olib kelib, andin ilvagan narsa bo'lsa musulmonning mol mulkidan. Va hazuhu, hazu degan buni ilkiga chigizdi deydi. Hatta avsaluhu ila daril mushrikin. O'zining diyoriga olib ketib bo'lgan. Manda bo'lib qolsa kafirlar buning igi bo'lib bo'ldi deydi. Yani bir qism borda qo'l ilkiga chigizib bo'lmadi buni. O'zining diyoriga taqa olib bo'lmadi. Bu jang mayından tatip taqa, bunda tuttu taqa diyariga töbashgandan keyin operalaydi. Shu araliqda bo'lib qolsa, musulmonlar qaytirib olgan bo'lsa, buning hukmi boshqa debdi. Faqalu, demak, ikkisini ayirib bunda dedi. Ma hazuhu fa hukmu. Hazu degan o'zi tatiblar rasmiy ilkiga chigizib, o'zining diyariga shunda opirib bo'lgan bo'lsa, fa hukmu in alfahu sahibu qabla al-qasm fawwalahu. İgisi aş musulmonlar uni qaytirib elib taqsim qilishdan ilgari İgisi qancha topalsa, ashuni bo'lib ketadi deydi. Al-fahu degan vajalahu demak. Al-fa degan nima? Min af'al qulub. Va al-fa sayyida haladal bab. Wa in alfahu ba'da al-qasb fa huwa ahqqu bihi bit-thaman. Uni diyariga olib bo'lgan ekan, uni musulmonlar qo'lga tushirib taqsim qilib qo'yibdi jangchilarga. U chaqda ma'minin ketadi desa, o chaqda pulni to'lab oldi debdi. Qalu, endi ikkinchi qismi cho va amma ma lam yahuzhu al-adu. Dushman taqa o diyariga opirib, o to'liq ilki chigizib bo'lmagan bo'lsa, fa sahibu ahqqu bihi qabla al-qasm. Masalan bu jangda bir g'olib kelib bilan tatibdi dushman. Tatib olganda taqa o o'zining jutiga opirib, raus qo'lga chigirsa ilgari, yana gachida musulmonlar qo'shini o'ldan onasini tatibdi. Manda bo'lsa deydi, taqsim qilishda ilgari bo'lsin. Taqsim qilishdan keyin bo'lsin, egisining bo'lib ketadi. Ya'ni taqsim qilib bo'lgan bo'lsa-mu, ma'lum bir jangchiga tekkan bo'lsa, ma'atmininki diplom ilovalar etadi. Chunki kafirlar uni egi bo'lmagan. Taqa o mandalim qo'lga tatib oldi, ma tarafdan musulmonlar uni qaytarib oldi. Bu hamda egi bo'lish nimaga bog'liqsa, darig'i munosabatlik demak. Va hada wal qawl ar-rabi. Bu 4-chi ma tafsili nima qilgan 4-chi qarash demakchi. Vaqtilafum raji'un ila ikhtilafin fi hal yamliku al-kuffaru 'ala al-muslimin amwalahum idha ghalabuhum 'alayha am laysa yamlikuna. Demak, kafirlar musulmonlarning ustidan g'olib kelib, uning mol-mulkini oljagan bo'lsa, uni egi bo'la olamdi, bo'lamaydi. Masala shu deydi. Wa sabab ikhtilafin fi hadhihi al-masala ta'arud al-athar fi hadha al-bab. Ya talashtarishninki sababi yana mushu babda kelgan hadislar qiyosga zid kelib qoldi deydi. Va dalgan hadis Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu yadullu ala anna al-mushrikina laysa yamlikuna ala al-muslimin shay'an. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhuning hadisi nimani bildirdi? Mushriklar o musulmonlarning nimasidan egolanmaydi. Mushriklar tatilib, o'ljilib, abqishib qilgan bo'lsa-mu, bu asli egisi bo'lgan musulmonning ilkidagi narsa bo'lib turdi. Qachonki musulmonlar o'ldan tatib olsa, asli egisi qaytadi demakchi. Va huwa qala va hadisning o'tgan ag'ar mushrikun ala sarh al-Madina. Mushriklar Madinaning ash o'tlayotgan mallarga hujum qilgan dedi. Sarh degan o'tlash qo'yib berilgan mal. Va akhadul adba'a naqata Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohning tugisa adba degan ism bor tugivog'i. Shuni o'lchab keldi. Rasulullohning tugilarini 3-4 to'bash tugisi bo'lib, har birisini ayrim ism. Al-adba, al-qaswa masalan. Naqata Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va imra'atan minal muslimin. Demak, Rasulullohning o'sha adba degan tugisimi bulab qochibdi. Musulmonlarning ayollaridan birini bulab qochibdi. Falamma kana zata layla bir kechsandan o ayol kechida dushman uxlab qolgan chaqda qo'poplam qechish uchun qanaqto faja'alat la tadayada ala bayran illa argha hatta atat al-adba. Eg'ildamdan ash tugib ekan, bu tugini miniblam qachay deb shunda, bu tugini shunda tutishiga o bo'qirab ketganda. Arg'a degan shu bo'qirdi, rug'a degan ovozi. Vaqirab ketibdi. Bo'qirab ketgan ekan, o dushman sizib qoldi, g'ash jim to'xtadi. Yana bir tutsam o g'ash vaqirab. So'ngra jim to'xtadi. Axira Rasulullohning tugisini shunda tutib elib mangay desa, bu bo'qirmabdi. Bo'qirmagan ekan, buni miniblam qech Madina ketdi. Qasam qilganda nazr qildi ekan. Alloh taolo meni o'sha sog' salomat qutib qolgan nasib qilsa, men o'sha tugini Alloh uchun qurbonlik qilaman deb nazr. Bu tugini o'ljaldim, dushmannikidan olib qochdim men. Bu meni oldim o'shan qurbonlik qilyapman deb nazr qildi ekan.
bir g'animat deb o'yladimdi uni. Atatul abba fa atat naqatan zalulan. Demak bu azba nayta uning boshqurishga bo'ysunibdi-da. Farakibatha thumma tawajjahat qibala al-Madina. Madinaga atlanibdi. Va nadarat la in najjaha Alloh latanharannaha. Chuqum ana qurbonlik qilyapman, bo'g'iz o'tman deb nazr qilyapti. Falamma qaribat al-Madina urifat an-naqa. Madinaga kelgan voy bu Rasulullohning tugisida bu deb tunildi bu. Fa ataw biha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni mina elib keldi. Ayolni tugini Rasulullohning qashqa elib keldi-da. Fa akhbaratul mar'a bi nadriha. Shundan bu ayol men bunda bir nazr qildim. Mushu tugini bo'g'izmasam bo'lmaydi debdi. Fa qala shunga Rasulullohda bi sama jazaytiha. Siz bunga bergan mukofot jazo nima degan yomon. Bu sizni qutqizib qo'ysa, buni bo'g'izlayman demsiz demoqchi. Wala nadra fima la yamliku ibn adam. Adam balası ega bo'lanmaydigan narsani nazr qilish yo'q. Ega bo'lanmaydigan narsa o'zining mulki bo'lmagan narsani nazr qilish yo'q. Palonning kalisini bo'g'izlayman, pustanning uyini sadaqa beribman degan gap yo'q demiş. O'lja kirmaganda o masalan. Hozir masala shu. Bu Rasulullohning tugisi. Ya masalan boshqa Shu Rasulullohning tugisi. Rasulullohning tugisi o'g'li bu kafirlar bulab qochganda, lekin o'zining diyoriga rasmiy igolab olib ketamagan buni. Shu yo'ldagi chaqda bu ayol g'achchida uni o'ljalab bilan qaytib keldi. Qaytib kelgandan keyin bu hozir bu ayol olgan g'animat ulab jangchi igolagan g'animat daris kirib ketamdi yoki asli igisi qaytam degan masala. Za shuningda talashlar qilyapmiz hozir. Shuni isbotlamoqchi biz. Mushina shuni dalil qilib ko'rsatdi. Wala nadra fi ma'siya. Yana gunoh qilishni nazr qilib, nazrni ado qilish yo'q. La nadra la wafa'a li nadrin fi ma'siya demakchi. Masalan bir gunoh ishni qilaman deb agar manda bo'lib qolsa, men planni uttiritaman. Masalan, adam o'tin musulmon qarinishini o'tirish gunoh yoki manda bo'lib qolsa planning beg'ini ko'ydiritaman deb masalan. Gunoh ish hamda boshqa ziyon urish. Bunda nazr qilib qolsa, men nazr qilib qolgandim, bu nazrimni qilmasam bo'lmaydi deb turish yo'q. O nazrini qilmaysan sen. Chunki gunoh bo'ldi. Uningga hamda kafarat kelam degan mamnu. Men qutluq qilib qolsam payg'ambarlar uni tugisini bo'g'izlaytman degan. Nimaga boshqa bir odatda boshqa bir musulmon qarindoshining tugisi deydi masalan. Boshqa bir musulmon qarindoshining tugisi ziyon urishga nazr beramsan, unda shu yo'q deydi. Hamma nazr qilding. Bu gunoh ish. Uni qanday qildigan gap? Uni ado qilmaysan. Urinmaysan uni nazr. Lekin urinmaganlik uchun hamda qasamda ekan bu. Nazr qilib qilaman deb qilmagan bo'lgan ekan. Ustingga olding uni. Elib anda qilmagan ekan, qanday qilsa kafarat to'lamsa bo'lmamsan. Yani bir mazhabda kafarat kıldı o değil mi? 10 miskin, kafarat yemin. 10 miskin tamam. Müşriklerin tüksü olan olsa o nezir kısı bulamdı. Bulukta çünkü olcaldı. Yani bununla nispeten muşa hadisini delil kıldı. Lekin bu hadiste bu kafirlar diyarıga toluq ep ketip hiyaza qilmagan uni. Tatılıp bu yolda taqa qaytib bo'lguncha g'achsiz bo'yal qechib keldi degan. Ularga ma toluq delil bo'lanmaydi dedi. Ve kedalik yadullu zahiri hadis İbn Umar ala mithl hada. İbn Umar radhiyallohu anhu'nun hadisi mi mushunga yaqroq mazmunni bildirdi deydi. Ve annahu agara lahu farasun fa akhadaha al-adu fa zahara alayhi muslimun mana. İbn Umar'ning voqealigini bunda bo'lib ketgan. O bir at bilan g'azotga chiqib ketgan. Asli bu dushman etini o'ljab ketibdi-da. O'ljagandan keyin kim musulmonlar uning dushman tortib olgan etini o'ljabdi. Faruddat alayhi fi zaman Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning eti andan Rasulullahning zamonida Abdullah ibn Umarga qaytirib berildi deydi. Mas'ulning etini olgan ekan beribdi. Bu hamda nimani bildirdi? Egisi haqqi bergan. Ya'ni kafirlar egolanmaydi deganni bildirdi demakchi. Lekin biz buningga qaratan deymiz. Ibn Umar ma'bining etimda deb Ibn Umarning bu eti ekanligi, bu at shuning ekanligi taqsim qilinishdan ilgari ma'lum bo'lganmi? Taqsim qilib bo'lgandan keyin bo'lsa-da bo'lmaydi demakchi. Wa ammal athar Enbiya diyen bir hadis var. Bu kıyasla zikrep kaldı duqa. Ellezî yedullu ala mülkil kuffar alel muslimin. Bu çağ Müslümanların mal mülkini kafirler olcalavasa igolab ketibdi degan hadis şu. Faqavlu sallallahu aleyhi ve sellem ve hel terakalana aqilun min manzil. Rasulullah Mekke fethi qilgan chaqda Rasulullahdan so'gan. Ya Rasulullah siz ata o'zlari qaysi qurug'uchilar desa, aqil bizga joy qo'yib qo'yganmi? Hamma setib qayzib olgan o demakchi. Aqil bu Rasulullahning tağılardan biri. Aqil mesela Abu Talib, Ja'far, bular bir tuqqanlig'amda, o'sha Abdullah bilan bir tuqqanlamda. Onun balning birisi. Bu Rasulullah ham hijrat qilib Madinaga ketdi. Shunama ketganki Rasulullahning o'ylari, makallari shuna qoldi-ku. Hazrat Ali ibn Abi Talibning qoldi.
Qolgan ekan Ja'farning va masalan. Bu qolgan ekan aql nimada qolib qoldi. Makkada qolgan ekan bu ixtilofi darin. Ondan din o'xshamaydi. Undan keyin bu yerda meros ilish yo'q bir-biridan. Lekin Rasulullohning, Ja'farning, Ali ibn Abi Talibning qolib qolgan uy makonlari aql shuning tuqqanlari bo'lgan ekan. Shu qachida igoli bo'ldim. Igoli ondan satqinni satib qayzginni qazab tugadi. Endi mana mushadisdan aql bizga binasi uy qurajab qo'yib qo'yganmi? Endi satib qayzib olgan o demakchi. Demak shu o'shanga igolab ketdi degan gap unda. Igolab satib qayzibdi. Demak endi undan boshqa u uyni nima masalan boshqa odamning igdachiligida bo'lsa o'yga meni o'yim deb kirolmadi Rasululloh. Shunami? Ya'ni ana ba davrahul lati kanat lahu bi Makka. Demak Rasulullohning shu Makkadagi uy quruq joylarini setib qayzib olgan. Rasululloh hijrat qilgan. Va ammal qiyas, endi bu yerda bu asar bilan hozir qiyasdan kelsinmi? Lekin jumhur ma qarshida, hozir Imom Shafiy bir tarafda, jumhur bir tarafda. Hanifi mazhabdagilar bu jumhur bilan billa. Bu Hanifi mazhabdagilar jumhurlar hadisdan va qiyasdan ilgari oyat bilan dalil ekan. O'zidan qarash uchun. Qaysi oyatda desa للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم mal mulklari, diyarli uy quruvlari hammasini majbur qo'lab chiqarib etilganlar bular. Shunami? Diyardan chiqarib etildi. Qanqa lil fuqara dedi degan so'zda hozir masala. Ayni uy quruv, mal mulki batdi bo'lgan. Lekin hozir bo'lib faqir muhojirlar dedi. Shu Makkada uy quruv joylari turibmi faqir dedimi, dedi. Demak, u mulki buning emas hozir. Eğer mülkü olsa bir adamdan olsa o'zi hozir yenda pul yo'q ekan, boshqa shaharda 1 million pul olsa bu faqir demaymiz uni deydi. Manda dil keltirgan gap. Yani semmahum fuqara shunama vel faqr la yamliku shay'an fadalla ala anna al kuffar malaku amwalahum bi Makkah. Bak ash Makkada qolib qolgan muhojirlarning Makkada qolib qolgan nimalarni, mol mulklarini kafirlar egib olgan degan gap. Yani kafirning igidasiga o'tib ketib musulmon muhojirning qo'ldan chiqatgandan keyin shu faqir bo'ldi. Eğer Mekke'de pul malları varsa fakir olmaydı. Hem de bak kıyas kılamda hadis eser ma ayetin kin kıldı ama tertip koyacak. Ve amma kıyas fe inne men şebbehel emval bir riqab. Mal mülküne şu esirge okşutup kalsa mesela. Kâle el kuffar kema la yemlikune riqabahum. Kafirlar Müslümanlarını esir edip mal mülki katarı igi olanmağındak mal mülki gün igi olanmaydı dedi. Yani kafirlar Müslümanlarını esir alsa ula rakik olamaydı. Hürlikte kılıyor. Kaçan kafirning qo'ldan shunday ajrag'andikilar hur holatiga ham qaytgan. Undan keyin musulmonlar ega olanmagan ekan bular asir olsa, uning mol mulki ega olanmaydi debdi Imom Shafiyning qiyosi ekan bu. Fakadalika la yamlikun amwalahum ka halil baghi ma'al adil. Xuddi bu adil imomga isyon qilib qo'pgan to'planchining ahvoliga o'xshash. Yani annahu la yamliku alayhim al-amrayn jami'an. Demek bunda ahvalda xuddi u mol mulki hammasini o'ljasini ega olanmaydi demakchi. Bag'iyning to'planchiligi İslam xalifasiga, islom podshosiga bo'ysunmay to'plan qo'zg'ab chiqqan, isyon qilib chiqqanni bag'i. Fi'atul bag'iya deymiz-ku. Va man qala yamlikun igulaydi deganlar kafirlar musulmonlar mol mulkini o'ljasi igulaydi deganlar jumhur dedi. Man laysa yamliku fa huwa daminun lish-shay'in fatat aynuhu. Men leyse yemlik eğer igulanmaydigan adam bo'lsa, aytamiz kafirlar igulanmaydigan bo'lsa, keyin bu narsani yo'qotib qolsa, to'lam ketdi uning deydi. Vaqat ejma'u, yani barliq olimlar ittifoq keldiki, kafirlar musulmonlarning mol mulkini to'lamaydi. Masalan, musulmonlarning mol mulkini o'ljabdi ekan bu kafirlar. Keyin u kafirlar musulmonlarning qo'liga tushgan chaqda, "Mening plan chaqda mendan qilganim men to'laysa, menda g'animat olganim men to'laysa" deb unda to'ltilgan ish yo'q. To'lam kelmaydi dedi. Yoki masalan bunda deyli, bir kafir musulmonning molini o'ljalab yo bulab egolabdi ekan. Keyin shu kafir musulmon bo'libdi. Musulmon bo'lgancha sen falan yila, men musulmon qarindishingninki menda molni bulab olib qochib yoki o'ljalab yevagandan, hajlab bo'lgandan, buni to'la degan gap bo'lamda? Yo'q. Unda gap yo'q. Unda ekan bu yerda yuvmaydi desa to'lam keldi. To'lam bagash bormi? Yo'q. To'lam talab qilgash bormi? Yo'q. Unda ega bo'ldi ekan. Bunun natija chiqdi. Annal kufar laysu bighayri malikina lil amwal. Demak, malik emas bo'ladi. Maktabdan iborat bo'yicha. Demak, malik degan gap. Ha? Yo'lda. Ha, ega bo'lanmaydigan unda emas. Ega bo'lalaydigan. Fa malikun. Unda aloqa mantiq tartibi bo'yicha natija chiqarib turgan. Law kanu ghayri maliki agar
igida bulanmagan bo'lsa qanday bo'ldi? Tülem keldi ularga. Sen palan musulmonning milni unda yeb olgandan, buzib olgandan o'ljagandan keyin tüliya deydi. Tüla demegan ekan, igoldi ekan uni deymiz. Wa amma man farraqa baynal hukmi qabla al-ghunmi wa ba'dahu g'animat ilishdan ilgari keyin deb ayirganlar ekan. Qabla qasmi deydi mana. Mana ghunmi deb qo'yibdi. Qasmi desek bo'ldi. G'animat ilib buni taqsim qilish ya taqsim qilmasdan ilgari deb bunda ilgari keyin deb ayirganlar bo'lsa, yana bunda ayirganlar bor. Va bayna ba'dal mushrikin bi g'alba aw bi g'ayri g'alba. Unda jangda g'alib kelib bunda olgan va yig'ib bunda o'g'lab qochgan. Bunda ahvol deb ikkisini ayirganlar bo'lib qolsa, yansar alayhim min tilqai. Masalan, g'alib kelmay o'zligidan kafirning qo'li o'chib ketgan. Masalan, bir qo'l bizning qechib ketiblar. Kafirning qashqi beryapti. Ya bir at qechib ketib, atga hamda qechib ketib boshqa yerga berib qoldi-ku. Kafirning qo'li o'chib qoldi. Bunda ahvol bo'lib qolsa, bu g'alib kelganlikdan ag'am bo'lamas-ku bu. Manda ayrimiz degan bo'lib qolsam-da, falaysa lahu hazzun minan nazar. Bunda ayirganninki aqli dalildan hech qanday nasib yo'q. Qiyos tarafdan dalil yo'q demakchi. وذلك أنه ليس يجد وسطا بين يقول إما أن يملك المشرك على المسلم شيئا أو لا يملكه إلا أن يثبت في ذلك دليل سمع. Çünkü o ya iki bulalaydı ya iki bulanmaydı da ikisinin birisini demeye çare yok. İkisinin oturda biz nasıl diyemeydi o de. İki bulamam bulamamdı. Ya ha ya yakdaysa de. Hem akıl ayet ya hadisten sem'i delil kepkasa oturda biz nasıl deyimiz dedi kan. Bu çağdan din diyaleydi o. Lakinne ashab hadal mezheb إنما صاروا إليه لحديث منا سمعي دليل سمعي قد هيندي بولا دينا قياس ترتون نظر ترتون مسيوق دليل الحديث كان الحسن بن عمر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركين قد أصابوه مشرك لا غنيمة الواغن برتوغسنا بو تبابتنا غنيمة نشدنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل أن يقسم فولك غنيمة تقسم قلنسة الجرا تبقى بوسا seninki taqsim qilinib bo'lgandan keyin topgan bo'lsang, uning pulisini to'lab olasan. Lekin musho hadisni rivoyat qilgan Hasan ibn Umara mujtaman ala dafi. Bu hammadan birdek aziz deb qaragan ravi deydi. Va tarkil ihtijaj bihi inda ahli hadis. Hadis olimlari bu aciz bu rivoyatga hadis hujjat bo'lmaydi deyilgan kishi ekan. Ya'ni bu hadis aciz demakchi. Vallazi awwala alayhi Malik fima ahsibu min zalika wa qada Umar bidalik. İmam Malik Ömer radhiyallahu anhu hüküm qilgan aş vaqalikka tayangan, ma ajizlikka tayanmagan. Lekin laysa yuj'alu lahu akhduhu bis-samani ba'da al-qasm ala zahiri hadisi. Lekin taqsim qilgandan keyin pulini to'lab olsa deganga ama Ömerninki vaqalikka dalil bo'lmaydi degan bo'lishi mumkin. Shu sal İmam Malikning dalil ko'z masalasi sal qarta azroq tanqid qilayotgandek. Ömer radhiyallahu anhu vaqalikka ma Umar bin Khattab demek şu. Şu kim qilganini demek. Yanda balki qablal qasam maydalam sening da bir etgan bo'lishi mumkin. Ha? Lekin ba'dal qasam samanula olsa degan gap balki yo'q bo'lishi mumkin. Shunga taqsim qilgandan keyin pul to'lab olsa degan gapga balki unga dalil bo'lmaydi degan bo'lishi mumkin. Wastisna Abi Hanifa ummul waladi wal mudabbari min sa'ir al-amwal la ma'na. Yanda Abu Hanifa'ning qarashini tanqid qiladi. Abu Hanifa bütün mal-mulkni kafirlar ega bo'la oladi o'ljasa. Lekin ummular bilan mudabbarni ega bo'lmaydi debdi. Bu dalilsiz gap ma'vo demakchi. Ummular degan qanday ayolda? Shu qonun X qo'yilishi. Xo'jayindan bal topgan ana ummular deb bunda nom bilan atildi. Buni undan sotqilinmaydi. Yoki ba'zi talash tartibamda. Chunki xo'jayinlik azat bo'ldigan, balsi azat bo'ldigan buni xo'jayinning balsi bo'lgan. Lakin bu bir xil azatlıqqa bir qadam qo'yib bir ilinishib olgan ayol bo'ldi. Bir tarafi azatlik tutashgan. Lakin buni sotqilinmaydi deydi. Mudabbarmi shu mendan keyin qolsam, sen azat degan qul mudabbar bo'ldi. Yani bu ishkaylan xuddi nima desa, Imom Abu Hanifaning qarashida bu azatlikqa bir ilinishib qolgan haqli bo'lar. Mal-mulkdan sug'urib chiqib, bir odamdek bo'lib qolgan haq demakchi. Davonki kafirlarning qismi odatga bir musulmonni kafirlar o'ljasa qul qilmaydi-ku. Shunga o'xshash deb qaragan. La ma'na lahu debdan, lekin azroq ma'nosi bor buni. Uning bolasimi qullanadi ya? Ya ummular degan shu xo'jayindan bal topgan degan, xo'jayinning balasi qullanmaydi. Yani bu ayolning balasi qullanmagan ekan, bu ayolni bir tarafa
hürlikka tutuşib qolgan bo'ldi, ilinishib qolgan bo'ldi. Mal-mulk dairasidan bir tarafga chiqib ketgandek bo'ldi demakchi. Mal-mulk bo'lmagan ekan, unda bo'lmaydi. Va zalika annahu yara anna al-kufar la yamlikuna al-muslimin sa'ir al-amwal ma'ada hadayn. Mushkin lam igolanmaydi, boshqasini igoldi degandi. Va kadalika qawlu Malik. Yani İmam Malik'nin mana fi ummul velad innehu idza asabaha mawlaha ba'da al-qasmi anna 'ala al-imam an yaftiha fa in lam yaf'al ajbara sayyidaha ala fidaiha. Fa in lam yakun lahu malun u'tiyat lahu. İmam Malik bunda da paqtan. Ummul veladda İmam Abu Hanife yaqinlashib taqsim qilinib bo'lgandan keyin xo'jayini unga yaqin kelsa, anna 'ala al-imam an yaftiha. Kapırlı tatip ep ketdi. Ama tatip ep ketgandan keyin yana musulmonning qo'li o'tishdi. Yani buni xo'jayini shu musulmonlar o'ljalab, uni undan taqsim qilib bir jangchiga berib etgandan keyin xo'jayini bunga yaqin kelibdi. Nima deydi? Anna 'alal imam an yaftiha. Fa in lam yakul lahu malun utiyat lahu wattaba'u alladhi ukhrijat fi nasibihi biqimatiha daynan mata aysar. Bak o xo'jayiniga qaytarib beramiz debdi. Shu badal qasmi unda pulni to'lab oladi-ku. Shu pulni to'lab berishi kerak deydi. Baytda FDH degan. Demak, shuni nimaga sotadigan hamda? Xo'jayiniga sotadigan. Chunki bu yaqin kelib qo'ygan ekan, sotadigan. Sotgandan keyin u xo'jayin menda buni og'idagi pul yo'q deb turibsa, tutaman pulni, kim bersa menga deb qarz berib tur ekan. Yoki qarzsizlar mana sana berdim deb pul bergan uni. Lekin jangchidan dedekni ilishda uning haqqini beramiz bo'lmaydi-da. Va atba'u allazi kharajat fi nasibihi. Demak, dedek taqsim qilingan jangchi qanday qildi? Xo'jayinda qarz bo'lgan bo'ldi uni. Mening qarzim bormiz, pulimni ver deb unga agishtirgan gap endi. Yoki shuni agashtirib qo'ydi deydi. Pulini menda ilib ol deb, aning dedikini asli xo'jayiniga apirib, jangchini nimaga agashtirib qo'ydi. Pulini ashunda oladi. Demak, pul yo'q bo'lsa, qarz qachonda pul topsa qarzini olisadi. Va qavlun aydan laysa lahu haddun min bu aqli dalilga tayanmagan bir qarash deb Imom Malikning qarashini tanqiladi. Li'annahu illam yamlikal kuffar faqad yajib an ya'khudha bighayri thaman. Chunki bu ayolni kafirlar o'ljagandan keyin kafir ega bo'lanmidi desak, bu chaqda pulni to'lamaylar bo'lish kerak, o'zining didigini olgan bo'lish kerak u. Agar ega bo'ladi desak, uningga hech qanday ega bo'lashga yo'l qolmadi deyish kerak. Meningti degan gap tugidi deydi. Bu mening dedigimdi degan gap qolmaydi. Wa aydan fa innahu la farqa baynaha wa bayna sa'ir al-amwal illa an yathbuta fi dhalika as-sama'. An bu ummul walad ya mudabbar bunga o'xshamaydi deb buni ayirishda butun mal-mulkdan dalil sam'i bo'lsa, oyat hadis bo'lib qolsa, anda ayrıqlol bo'lmasa, hammasi mal-mulk o'xshash. Yani qiyos jatamiz mal-mulkqa va min hada al-aslan musha asos tayansa, yana bir bunda bir ixtilof bor deydi. Hal yamlikul mushriku malal muslim aw la yamlik. Shu qoida xarakterlik asosiy masalaga tayansak, ya'ni qaysi masala mushrik musulmonning malini o'ljasa ega bo'la olamdi, bo'lanmam degan mushu cho'ng masaladan kelib chiqqan talash-tortishdan yana bir talash-tortish chiqdi deydi. Ixtilaf al-fuqaha fil kafir muslim va bi yadihi mal muslimin. Kafir musulmon bo'libdi. Uning qo'lida burun musulmonning qo'lidan tortib olgan musulmonning mal-mulki bor ekan. Bu musulmon bo'lgan kafirning o'zining mal-mulki bo'lamdi, asli egisi bo'lgan musulmonning mal-mulki bo'lamdi. Faqala Malik va Abu Hanifa yasihhu lahu, o'zining mal-mulki yo'q deb. Va qala Shafi'i ala asli la yasa. Imom Shafi'i aslida o kafir musulmonning mal-mulkini tortib egolanmaydi degan to'g'ri. Egolanma shu asli musulmonning mali deb turdamdi albatta. Va Abu Hanifa, Malik va Imom Ahmad bu jumhur, ya'ni o'z qoida bo'yicha ashuning bo'lib ketgan. Endi u musulmon bo'lsa, shu kafirning qo'liga musulmonning malmi shu kafirning bo'lib ketdi. Endi u kafir musulmon bo'lsa, shu o'zining mali deydi. Ya. Bu igi bo'lib bo'lgan deydi. Igi bo'lib bo'lgan uning haqqi degan gap yo'q. Chunki to'lam kelmaydi dedi-ku. Vaqtida Malik va Abu Hanifa endi ma ishkalan o'zlari ixtilof. İza dakhala muslimun ilal kuffar ala jihat at-talassus. Bir musulmon kafirlarning diyariga maraqchilikqa deydi talassus. Talassus degan unda tang-tanglash, bunda bir ishqa chigan bo'lsa, va akhada mimma fi aydihim mala muslimin. U kafirlarning qo'ldagi nasldan optomda, o'g'lab opto. Uning ichida musulmonning ma'lum bor ekan. Faqala Abu Hanifa, Imom Abu Hanifa debdi, Imom Ahmad bilan billah va awla bihi. Ağuçe aşağılık deb. Ve in aradahu sahibuhu akhadahu bit-thaman. Asli onun igisi olgan musulmon, o meninkiti manga deb turasa, onu pulini to'lab oladi deb.
Ve kâle Malik, İmam Malik ya bunun asli igisi bo'ldi deb turibdi. Ve evla bihi felem yecri ala aslihi. Demek İmam Malik mush masalda asli qoidasi bo'yicha mamay mana chiqib qoldi. İmam Malikning mazhabi turib, az İmam Malikning o'zining imomining qarshini tanqidlatdi. Masalani o'qitamdoq. Ve min hadal bab ixtilafun fil harbi yuslimu ve yuhajir. Mesela Müslümanlarla urush qilayotgan bir kafir Müslüman bo'lib hijrat qildi. Şu özünün diyarda ballarını, ayalını koyup koyuptu. Mal mülkün baken, balçakların baken. Hel yakunu lima taraka hurmata malil muslim ve zawjihi ve zurriyetihi. Demek, taşlap koygan balçaqa mal mülkinin hükmü, adet İslam diyarındaki Müslümanın mal mülki, balçakları çakılığı olmaydı o. Şunun okşaş derecede hürmeti var mı yok mu şunun? Çünkü bunun iri, tadısı yani. Yani malının ilgisi az Müslüman oldu. İşte ama unda olurken onda hürmet olab qalsa fala yüz tamallukumul muslimin. Müslümanlar onu ilgilenmaydı işte ama in galabu ala zalik. O qol uçurup qalsa. Em leysa lima taraka hurma yani onun hürmeti yok mu? Faminhum man qala ulardan da İmam Şafii ve Ahmed debto likulli ma taraka hurmatul islam. Qo'yib qo'ygan shu balchaqsi mal mulkiga, ayoliga islom hurmati bor. Musulmonlarning balchaqlari o'xshash. Ve minhum man qala laysa lahu hurma. Ya onun hürmeti yok dedi Ebu Hanife. Çünkü ya diğer okşamaydı. Ve minhum man farraqa baynal mali ve zawja. Yani bazılar mal mülkinin hükmü başka, onun hürmeti yok. Ayalının balçaksının hürmeti var diyendek. Bu İmam Malik depti. Ve hada jarin ala gayri qiyas. İmam Malik bunda ayrı pektuğa. Bu açıkçası kıyasqa uygun kelmaydi depti. İkisi okşaş oldu da bu. Ya onda oldu ya bunda oldu. Manımında manında ayrısam bulmaydı depti. Wal aslu annal mubiha lil mal wal kufr. Mishada asl degan mishada al qoida demak. Asli qoida mal mulkni mubah qilgan narsa shu kufrdir. Va annal asima uni qo'g'dab qoldigan, hurmatini paydo qilgan narsa islomdir. Kama qala sallallohu alayhi vasallam fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Faman za'ama anna hauna mubihan lil mal ghayra al kufri min tamalluk aduwwin aw ghayrihi fa alayhi dalil. Şu anda küfürden başka yani Müslümanın mal mülkini mubah kıpırdıgan narsa o Müslüman bulup bulduğun da daha ki es küfür tügede tügen degen bunu mal mülkini mubah kıpırdıgan bir narsa var mı? Eğer bad ediğallı olsa düşman igi olup kalsa bu ne kıldı yani bir adam da Müslüman igi olsa demek ya Müslüman igi olsa bununla igi olup gitti digüçler olsa delil ekerson. Ve leysa huna delilun tuaradu bihi hadil qaida. Ama bir yerde muşu umum kaidege karşı çiğneydiğen bir delil yok. Allahu alem dedi. Feyda kaluha yani ki Müslüman bulup kalsa asamu minni dima'ahum ve amwalum dedi. Mal mülkini benden saklap kaldı yani onun çekilgılı bulmaydı degende. Ma harbiyemi Müslüman bolarken çekilgılı bulması gerek onun mal mülkiye dedi. Hem de onun balçaklarının hükmü enda buluş gerek. Okşaş. Wallahu alemu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.